Baca. Uf, dükkan çıkartkan sen? Kanara, yaxşı buldun mu? Bakacağım bunu. Unchaq chiqishimiz kim qilsa? Voy, mashinat babasini ko'rib chiqayotdim birdan. Qavjaq qildi. Sut ichaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimi, otasi bundan? Yigirib ketib qolsan ku aka. Shundaq. Mali arlab ilhomim chaqqapkan. İlham pərisiga ayg'ishib, yulduz kabi mayatlarga ayg'ishib, bu do'konga kelib qoldim. Mana sizlardan didorlashdim. Ha, obdam aka. 10 ta tuxumdan biroq yo'qolib ketsa, qanday ketdi ishlar? Ha, uni allabirni iste'mol qilyaptim. Sen tuxumdan iste'mol qilib bo'lgandan, menga berilgan narsani men tek iste'mol qilib boqmadim. Ha, pulni demoqchiman. Tuxumning pulini deysizmi siz? Jep bir untuq ekansan aka. Masari qiziqga pul keldi. Bunun o'xshash isiz zotlar shu untuq keldi. Ey, chaq, paqchaqni qo'yib, udul gapingni danglaray. Men tushunmadim gapingni. Va menga yuz berganlik nesi degan she'r qini? Qani? Nesi qilmanglar degan she'rmi? Ha, shu she'r. Ben onu allabirni gizitga e'lon qilib beryaptim. Aşı gizitmi nesi pullarning hammani yig'labdimish. Ota yaponi. Ava Asim pochilar tuqqandachilik yo'qdi. Sizlar mening gapim ishonmaydiganlarni allabirni qiyos qilgan. Atlik gizitni kelib ko'zinglar tiqib yutini. Voha, ata. Ko'zimizga mı tiqib atma, ata patangni qo'yib aka. Bizning yozgan she'r bu. Shundaq. Ha, unda o'qib baqanglar baqili. Anglab baqamsizlar? Sonda bordu. Bu. Ey Nisi, sen sodining eng tesi. Shuncha o'tkir pichoqning sana kelganda igilar Nisi. Yaxshi. Bilib qolgin haloyiq. Nisi degan nastur, Nisi qilgan odamlar bu olamda pastur. Nisi degan she'rim alamat chiqdi dedi. Alamat. Manda chiqib ketdimi? Ammo lekin mana she'rni mana shu nesi qildiganlar o'qiydigan bo'lsa, minnisi qilib qan tushirgan she'r o'pdi-da mana. Shu zaman o'ldi. Yaxshi. Menga qanchimibdi, ha? Tuzukka qo'gnay. Voy, men nima deydigan men bir nesiga munosab baxtimmi? Maqbo'man. To'q qildim. Ya aka, ma she'ringni voqo yezib, esib qo'ysak, do'konga o'lim jidal o'tib ketdi. To'g'ri. Nima bo'ldi? To'g'ri deb ketdingmi? Bir ishni xato qilib qo'ymagansan? Mushoy mushkullarda ayibini izlab topolmaydi juraysiz-a? Pulingiz ko'paygan sari ko'zingizga g'alta ko'rinayotamdim qandaq? Sana qarab degan gap u. O'zing nima to'g'ri deb qarsan? Men kiyimlaringizni qarab topyapman. Kiyiming yo'qda. Qarab yo'qmi? Sizmi kichik bo'ldik, yelov kiyimingizni mehnat qilib qolgan, birdan uya bu yerlarni jiddiy yutib olgan. Cho'p bo'lganda diqqat qilsangizmi bu? Oy, mening kadr xotinim. Xizmatchi xinim. Men sana o'xshash ishxonada turib, choy ichib xizmat qilmayman. 2 kunda bir vaqt tobla bozorga mol akirman, mol ko'tirman. Shuningga yutib kelgan kiyimlar bu. Ha, men chiqish kiyimimni yuyib, sen devri kelib toshlanma. Ya Allah. Sizga zot gap qilolmaydi. Agar biz ayollar bo'lmagan bo'lsak, sizlar erlar qanday qila olmaydinglar? Ha? Sizlar bo'lmagan bo'lsanglar, kiyim kiyishni nima ochdi? Keldi. Ish qilib ko'zimga siz bir o'zgarib ketayotgandek ko'rinsiz jumon. Odamlar o'zgardi xotin. Ha. Masalan, kichik vaqtida maqqa balla tursu cho'g'anchada aql qo'yishi mumkin.
Mesela küçük vaqtida shunda aqlli, ziyrak bolalar cho'ng bo'lganda tursiz deb qilishi mumkin. Shundaqmi? Demak, odam o'zgardi. Demek siz kichik vaqtingizda shundoq aqlli to'sganda? Ha, albatta. Meni demoqchimisan? Apa? Boğazda çoğunluğu eşeğe kalıp öptün ekende. Bu cinim bolam, ağzının üstüne nimdiginin bu. Sen degence şundak akıllık. Kim o seni döttügen? Abim ya sadaşında rahatlı bu. Hop oldu mu? Gep kalgandı balonu alıp dikkat koyuyor deyim şu. Balları kışkırıp gitti bu. Vay bu. Opa azırak oynayalım. Okulumuz çok kömürde. Hatta diyeni onunla tuturamayızlar. Mektep geçip kalsınlar. Yola. Ha kompüterini uçurasam o. Maqla bulam yaxshi ish ko'ringlar. Film turmuzni tikayaptimi? Voy, Soli. Mo ko'ylakni jitilgan yerini orani tikyapman. Bek charchab ketibman. Tikib turaychi. Voy bo'pti. Hey Soli. Oo. Beshim og'ir dedi otatdingiz. To'g'ri ichdingizmi? İşte koyup egende kıldı. Ha, yaxshi bo'pti. Voy. Doğru niyada turdi-ku? Üstten gideyim dara. Üstten ostidiki? U degan sizning ko'yligingizning tugmasi. Oo. Doğru içtin de tümünü sökmen de. Aşağıya bir yana bulam. Bundan yana kosmonaya çıktı bu. Kadirda. Oy. Ulan bulunma keçikip kalsın. Ama ne yapalım? Bulam. Nasıl memadım? Maqla. Malık Maqla bulam. Qarab menglar. Ha. Dada, qani, çayını içeceksin? He, onda içtim ben, onda içmedim. Soli, yana oturup gitseniz, bugün boşqachilik yeysiz. Toza kavimiz yo'q. To'y qilgandan beri birinchi qitim ko'rishimchi bu bunday o'tirganingizni. Mijozing yo'qmi nima? Buni g'uncham boshqa tomoq qilpasmi ya? Ya dada, faqat ko'nglim birim tatmoqda shu. Vah! Seni bu ko'nglim birini tatmagan bo'lsa, dunyo rekordiga kirgizgudek ish o'pdi-da bu. Voy, bundan ko'nglimni bir nimani tatmayotganini bildim endi. He. Akşam bağı bu birinin jutib oldi. Magan dadam dinle bo'p turdi. Mava demigidek yer sharini yutib olmagan sen. Voy jinim dada, akşam mijoz yo'q, doğru içimen deb ko'yligining tugmasini jutib olibdi-ku. Bayqa. Yana bir kunlarda buni g'unchamni yutib olmag'in. Chaq qilmag'ina dada. Shu ko'ngil mishakir yeni ketdi. Chiqmay ketib bordi. Voy balam voy, sen undaq oson yondirdiganlardan emas-kim o? Undaq qilishingga buni muborak oshqozonga qo'shilmaydi o seni. Ey, doktorxonaga olib kirib, tenteging tushirib qo'ygandik ya. Tova degina. Ats Malik Purkitda Soli bir to'gini jutibdi deb. Voy ansirma balam, ansirma. Bu senin ayeti bir tat tugmagan o. Bu da bizim ma'lum kastri 50 ming yutib olib, yishim bo'lmadi o. Qonun bo'yicha birnim qildi-ku. Dada, shunda qimmat ko'ylakning tugmasi o. Jutib ketarmi deb ansirayapti majmun. Yutib ketmaydi. Men qo'shaqning ichida bexatar sandiq turganda jim turdi. Unda o'sha balam. Men talla bozorga chiqib, birdan ishkalda da havo yeb kiray. Ma'qul dada. Seni xalchal kelishga ketgan. Nima? Ha? Ya, sen chiqib o'tiribdi dada. Kenanda men choy chiqib beray dedim.
Muşu tınışıgıçı Trump'lı başta buzulup kaladı kara. O jim turup tınışsam şundan yakşı. O müdürüldür olma. O tak iki tümen bulduğu işi var. Şu. O adada artık doktorxanaga apırıp tekşirtip yengini bir ip bire ya. Bugün bağmaydı mı? Senin tırnağını ağaç. Ama şunu benim bir taşlık atmışsın mı? Bugün vaktim yetmeydi da talla bazga mal krizdedim. Kapıma. Hey balam hey. Ben o meyli. Ben al senin tırnağından ensir altına bir kere. Ohayo, dada. Acayip adamcın sen. Ben kızartma bu da. Meşinçide hatarlıkta kılınmadı. Hey Salih. İş qilib nemli bo'lsin bugun kechki tugmini menga tez bersangiz qat'iy bo'lmaydi juma. Oldu xotun. Bu beştim tüya qilib tutun. Kusirib baqamsiz ya. Kusib konuşup bardı. Assalomu alaykum Saudga. Qada ahvoling tinchmi? Sog'mi yaxshimi? KKK o'tag'ini. Ya bunda aldirash naymanmi? Qo'sh xajonimni paylab menga o'xshamabsa. Hey. Sen mi ötken keşken çoğallık karab otagan staylı? O bor gap. Rahmetlik olamni o'tganidan 6 yil o'tdi. U chaqlarda nimning yolg'izligini, bolalarning quypaylini bilmabdi ekanman. Shunda. Bu olamda o'tibdi, hammaning parkay ushdi. Rahmetlik ko'zimiz oldida men olamdan o'tib ketib qolsam, yaxshi yerdan loyiq tepib, o'zingizga nikoh qilib oling. Bunus bolalarning qo'li qilib qiynalib qolsa deydi. Mana degandek bo'yotdi u. Ma to'yning dip chiqsalar, bolalar kirmaganda yugurib chiqdi. Ey, to'y qilsa miras bo'linib ketadi deb ansiraydiganda qachon? Shu gap emasmi? Hey. Neymiş bana diken çok küçük vaktidir bana ikendigine. Gayvaklarda yetip oynap kalım hemen bakara. Biz mi şu ata-anamız kışında kıkan boğuyu tıkmıkin dep. Hey oylasan için sıkılıdı ofka. Bizden mi çok? Kepkizip kokan yerlerimiz var demez mi? Var. Oy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxşımsızlar. Yaxşımsızlar. Bir çeyrek oturup gipsizlar Oy, sağ olsa koca ağırlanmagan diken. Başta oturduğun gepke. Kolun madarının bağ vaxtıda müştak aylanıgan gep, pekiragan gep deyine eke. Madardan ketken ki müştak eski budek bir çetik taşınıp kalagan gep, bunun amal yok deyine. Başlarına acep sangılap gittiğinde tayakıya korazdek. Alimi deydigan da. Bizning derdimiz ne o? Ayoldan ayrılgan adamlar bize de cuma ben dep qo'yasan. Bu gepini taz işendirmeyeceğim. Qandaq deysan? Eslik bir yumur size bir anımsızlar. Bol demse, he? Bak bizden belde bir ereyaz var. Bula kudanın tüyük sokuştu. Bu iyili koyu dedisi balı var. Koyu etmeyse cak toydu bu hakimez. Bu işte turmuş birip böyle bir gün tüyep kalsın bu ayal. Vay tüyep kalkamıyla bu adamın teşhide yağıncığa işte bir kükü vardı. Cenaze ala götürüp git barda aldı da yıklap kaldı bu adam. Vay dostum. Vay benim canım dostum dep git basa. Cenaze dokmuş yüzde aran bir tamba ki tam vakfı tipli puğuç. O yıl tırıl kasıldı. Bu ölüm toyga ayınlı. Bu adam mecbur yani 10 yıl tutuyordu dedi. 10 yıl ki yanı tüyep kaldı. Tüyep kaldı bu adam yanı cenaze aldı. Vay dostum. Canım dostum da hele dokmuş ki bana karıyıp kap. Sen hapımaymış bir tam bir avaylanlar çıktı. Araba, yumruğu bakızıkken sonra kızıp git yanı bölgüne. Benim de. Bak da. Bak bizim hoşumuz var diye arayalım. Edimiz pek yamançı. Aklımız bir güne oturup. He? Ben navadı kopmadı ölüp gidip kalsam. Türkmayın kalsiz. Ay kalmayın ben otun sodan giden onda iştah yok. Ayali. Navadı bek toy kırmızı gidip geçse. Kavramın topusu kurup gittikçe çıdan.
Bolamdı. Ha bulundu gap yok depti. Şu gapni kıtla. Bir haftaga hadimiz maşın vakasından koptu ket kaptı de. Bu adam açık kömüp koyuptu. Verdi soyucu herke. Topus kaçan kora dep. Bir haftaga çıkayıp barışı hıl tokan. Bu neymiş bu? Akşam yağmur yağdı mı neme? Dep kirkitip bir aydıkin çıksa yanından bir yıldıkin çıksın yanından bu adam guman kıptı doktor bir iş var bunun da. Dep keçidi mazanı mükünüp yatsa birdim şart su içi otkan. Jüre bir meşe tutup kaçı koysan. Mesela ağa ayağına iniski emez mi? Ne koysa? Mesela adam ben ölken kendi pat çıkıp kavrayım su içme diyen dediydi. Münir olmadı. Aka. Senin hadimizde kavrayış kurmaya kalkışmadı öğlenmeyene karganda. Ya momayning o qayrish qurib bo'ldi. Bolalarga qayrish tuma atmamdı. Ha, vallahi degine. Saudka. Sadi dükkanda bana azak bir soğudu kalayını gittim. Vay o hangi vakti dükkanı bulmayı neye uğrattı? Onun koş dükkanlığımız boldu digine. Vay nima şu vakit taza bir narazın bağım nima onunla. Ona adını özen bilmeyeceğim. Vay buldu. O gap anlattı o yakaş kulak. Hey buldular. Ben asla kaytayım. Oldu. Vay bana vay. Bekle. Assalamualaikum saatlar. Aleykümselam balam. Vay neye gimadın? Talabazızı şırzaklı. Pulunu kim verdi? Neden verdi? Hilse mama pulu vermekti dersin ha? Hacı mumum diş kapımdan yıkattı. Oy kaçan? Pişkin oldu. Şunu görünme tükendi ha bu. Oy uyak neymi işinden kırıp gitti? Toyqlatga kirib ketdi. Toy qilib tika? Hut. Qo'rqma bilan makam. Bana qilib qo'ydim men sana. Men buni bir so'mda idib, Atalla bazırdan birini ip yeme. Başkalarının pulunu alsam dadamın açık girdi. Oy balam, ben başkalar emez. Senin mumanın çoğu. Burası mumanın nemesi. Ben mumanın çoğu obuk kişi. Ne? Botol kısmı? Vay botol kişi emez. Buldular bu kendini sana kırıp ne kılay. Balam, mumanın toy kıldığını rasmiken. Bu çatak yapını nereden ağladın? Dadamların doğrusunu anlayıp kalan Ertuğrul muman görüp çıkaydı kırketti şu. Neyini görüp çıkaydı gitti? Telefon boynumu tutam. Vay ya. Ağzın ki taş seninki. Dede geldin mi? Hey, sana pul olsun balam da. He? Oy başka işlerden çatıkın yok mu senin? Oy bizim ketimiz o pullarını kalıdı. Zat nima ish oldu dede? O'tir parasayli. Şimdi yaptığın bu söz şu, ota. Ya yeğenime oturuverip bana asar atığı ayınıp kalayı dedim. O yana kaçan kız oturma ne oy? Öyle ki el çıkırmışken kırı kızdan.
Da, neymiş bunu oturup paranlaşıp o gün aloğuda hal qilmaymiz mı? Voy, endi sen havasla kechikding. Kechikding. Qachon deb saqlab turamda kishi. Voy, mana boshqalar akitibdi, endi undan bo'ldimi? Sadağın ketedi da, nemini akitibdi? Akasin, ben yastıpasam oldu o. Hey, içine yastık koyduğun üstel orunduğun boğ etti bu. İsit. O hakasının ağzı qarab o'ltig'icha, men o'z amalni qilaversam bu bo'ptikan. Mana endi shu. Hey, Kakuk Zeynep'tin, Bulbul Gül'din, Ahirip Sanat'ın ayrılganda mana mangolik ayrılıp turib. Vay, men qachongacha bu hijron o'tadi. Kuyab shu kishi undan o'lib ketsam bo'lmadi deyman. Hey, seningdek bolani, hey. Dada! Tuva. Mama çok geç benim ha. Nereden aldın balam bu kemikni? Valla bazıdır. Balam, kemikni çok köp yesi çok karatışını kurt yap gidiyordu. Bu çok ziyanlık. Da bulsa ablam bana onları da becak o. Lümdücü balam. Ödeyisi yanlı. Limanı berip isi aydınlık diyen o. Nöbetleş düz daladı demeci mi balam? Ben Limancı çok mürekkemdir balam bu ne? Oyaklık boşluğunun başında çatlasıcı. Bala, bir kattineme uçan mıdın bu ne balam? hocamdan eke. Apa? Oy balam, Ada balam, yaxshi yaxshi balam. balam. Yaxshi. Ha, televizor kelib o'tadi. Shu balam. Nagirlarim xat qilmagandi u? Yo'q balam. Yaxshi. Hakamchi balam. Ay, yaxshi shu vat to'g'andek vattildab o'tirdi. Nima bo'ldi balam, yana deyishib qoldinglarmi? O yo'q, eshitdim deyishim taqishdim. Undan bir narsa deyishandim. Shu vatildaydi-ku birman. Balam, Hakamchi qara, vat o'g'ini bilan ah ko'ngil, tirishchan balam. Uningdan boshqa ayol bo'lgan bıçaq seni qo'yib ketdi. Oy canım apa, neyim davatçı oy. Ha. Oy senin nazarında ay partam erkişma. Ha, amsi u sana ham nim qilib bersolatdi. Ha, kech kunduz tikkichilik qilib, ikki balni o'qitib, bir uyni peqirtibatdi. Ben qarabdimda, men tam peqirtib yuratman oyna. Sen nimani peqirtibatsan? Ha? Kechki Salining do'koni tam yulab, o'ttag'in. Vay canım apam, vay ca, o'ttadi degan, qopding degan, mangding degan, o neymiş kipasan bu tutdan bana. Balam, senchu o xotningning ko'ngliga azob bermay, chiroyliqcha berib xotningdan apo so'ra. Ha, tövbe apa, daim aşı öz apo so'raydi. Undaq qilma balam, undaq qilma. Ma uyga buni degan kelamsa, kelmamsa. Vay canım apa muşnalı deydikense ben bu öy kemey ne görmem, benim bardağa başka uyum var mı? Ha, Vay bu da bana bir hap baksın kını. Kötü köpem götürüyor, yamallansı kele adamına. undaq qilmay jenim balam. Mana chiroyliqcha ayolingdan apo so'rama. Vay apa aradır kegen. Ma'qulda jenim balam, ma'qulda. Ma'qul. Vay voy, demi sen bu gelmiş mi diyen bilmem bunu. Uy, muncuk sakırsa kim? Hiç böyle. Senin potulkan. Nime? Benim butulka. Eyle kısaltmam senin potulkan kenga. Canım balam, butulka diyen nime o ha? Tamam, etken şunu da okşatırken
Sizlarni egizlik baxsın deb akirdim. Rahmat. Nima avval bo'ldingiz? Ağır bo'ldi qaysi? O'tiring. Ha, o'lcham qanday ahvolingiz yaxshida? Yaxshi, Ha, yaxshi. Salim ahvoli yaxshida? Yaxshi, Ha, yaxshi. Savodxondan xo'pcha. Savodxonni bir yo'qlab qo'ray degancha faqat vaqtimni chiqaraman. Dadamning ahvolim bek yaxshi. Kimdi bizga qiziq gaplarni qilib, bizni shundoq kuldiradi. Biroq 2 kun bo'ldi, jimg'urli bo'lib oldi. Faqat gap qilmaydi. O quluqidagi tinchlig'ini evitibdi qarang. Uni evatgandan keyin bizning gapimizni anglamaydi. Nima bo'ldi keyin doktorxonaga olib borsak, yo unmaydi, tomoq yesak, yo uning unmaydi. Asrab qoldim. Shunda bo'lsa doktorga olib beqinglar. Yosh cho'ng qoldimizmi? Allah doktorxonaga bormayman deb joyilib qoldi. Sari doktordan birini uyga akirib tekshirib baxtli bo'lsa. Doktor nima debdi? Cho'ng ish yo'q. Ma qalisiga bir ish ta'sir qildi deydi. Ha, unda men bildim. Jumurliq kasal endi boshlanibdi. Uningga zodi bir lamal bor. Nima ma? Bu Savodxonning to'yini qilib qo'ysak ne bo'ldi? Dadam opam rahmatlining ismini kunda deb shuni yod etib o'tsa, dadamni yiniga berib o'ylab qo'yayli degan ekan, xijil bo'lib ekanmiz. Unda olmaydi. Mening bir og'inamning dadasi shu kasal bo'lib qolgan. Bir mo'mayni yeb bersa, shunday yaxshi bo'lib ketdi qarang. Boshqa Savodxonni o'ylab qo'yayli. O'ylab qo'ysakmi, kimni yeb beramiz? Bizning nada bor-ku? Kim u? Yana Qalchindan bor-ku. Qalchindan da o'zbek undan ayoldi. Biroq ballar o'lmasin keyin. Voy. Savodxon bilan Qalchindan gap bir yerdan chiqsa, ballarni ichini ma'qul qo'yib bering bo'ldi. Basla. Shunday. Shunday qilgan bo'lsangiz, cho'ng Savodxonlar. Ballarni maktabdan keldigan vaqtda. O'tirib. Nima ya? Sizlar chiqinglar. Bo'ldi. Savodxonni salom etib qo'y. Ertaga men cho'qim yo'qlab qo'yaman. Ma'qul. Onasi ustib qo'yasizlar. Ma'qul. Rahmat. Rahmat sizga. Benim çocuk işimga o'xshamamdi. Voy, faqat ishmidi. Astag'firullah, Sadi. Bir amal qilsangiz bo'ladimi? Dadamni og'rib qolamdikin deb pek ansirab ketyapman. Jinim xuddin o'zim ko'rding-ku. Dadam cho'ng ko'rgan Qurbanjon doktorni aka ko'rsatdim. Chatoq yo'q dedi. Cho'ng doktorxonaga olib borib, ilg'or usullar tekshirib boqay desam, unsa nima qilmandi? Dadamning kesilog'i birisining kesiligi shunday o'xshab ketyapti. Og'zingni tash. Kimnikiga o'xshab ketib bordi? Eliq siz menga oshiq bo'lib kelib, necha kun uyda tomoq yemay yetib ketgan vaqtlaringiz-ku. Demak, dadam birisiga kuyib qolganga. Sen dadamni birisi kuyib qoldi demoqchiman? Ha? Qo'polvoy. Vaa! Gapimda davr kelsa bo'lsa. Qiyog'ini nima oshiq machuq degan gaplar? Voy Solim, men cho'qchilik qilmadim, rost gap qilyapman. Men chunda o'ylab qoldim qarang. Dadamni vaqti o'ylab qolsak sod bo'lmadik. Agar og'rib kelib o'rin tutib yetib qolsa, holidan xabar olmoqimiz pek tez. Uning ustiga dadam pek xijilchan, bizdan xijil oldi. U deganing o'rinli. Bilmak sizman bu gapni degan. To'g'ri e'lon qilmabman. Biroq shu kimni ko'rimiz degani? Bo'ldi. Kulfatdingmi? Loyiha ishigimizning oldilar. Kim o? Qilchindan emasdi? Hep belli. Ne taptınız? Maqasasini ko'ring. Hey! Dadam kuyib pishgan oyoq shu emasdi? Uni burun degan olmaydi. Xalchindamning cho'ng qizi og'rib qolib, xalchindam qizi qarg'ili shaharga ketibdi. Ketganda bir hafta bo'ldi. Dadamning bir haftaga mijozi o'zgarib, xalti bo'lib qoldi. Demak, dadam xalchindamga oshiq bo'lib qolgan gap. Bu oyoq keldimi? Akşam işim oldu kesem. Kaptop köydüm. Kalqiladi. Xalchindam to'y qilish qo'shilib qolsa. Vah! Dadamni o'g'li ketdi. Shundan uning usti xalchindam shundoq ziyrak, shundoq pokiz xotinda. Pokiz bak obdan ayol u. Qamoqimdan omonat usta. Biz lag'ma aytgan bo'lsa qara, lag'mani cho'pi taksi chiqdi. Bidaktida. Sen bu lag'ma to'pak ustasizmi? Biz bu lag'ma deydigan bo'lsa, mantis degan hop. Qilib ketdi.
Demek, ben etken tamakla ağzınızı tetimaptı de? Undaq emas xotin, undaq emas. Sen bu tamaqqa acayip usta. Muş to'liq bek ustajimi? Biroq sen mantaysan xotin, sen atgan mantini tamga açsa, tamda qon ketmedimi tegidi. Ya Allah. Siz bana asli meni almay bir aşpaz xotun alsanız bo'pti-ku. Voy, bo'ldilar dadamning kepeklari. Qarang gap masala xalchimdanning ballarida. Kichik o'g'il bola shunda rash obdan bola. Unda qo'sa, ikki qizni men qo'yib beray. Haras. Davut o'rinsizni yiqilariningizga shunda paranjib yiqing. Agar o'zi qo'shilib qolsa, ishning pitkini shu deganlar. Qatirjan bug'ina. Davut o'zi o'rin bo'lgan bilan kan qo'saq, oq ko'ngil narsa u. Men gap qilsamni unaydi. Voy, unda qo'sa ish bitibdi-ku. Biroq Nima? Biroq patam vatib diqqat qilmasa olmaydi. nemisiga diqqat qilamiz-ey? Uni abbalarga ko'ra ig'izga diqqat qilmamdi. Voy, ig'izga nima bo'pti? Yo'q deydi. Endi biz favqulod bu ishlarimiz amallashib, bir uyda bo'lib qolsak, bir uy deganda o'zi uchun maxfiyatlik bo'ladi. Patam vatib u maxfiyatlikni talaga yeyib, bitin chomi chiqib, uyimiznikini xotirjamligini buzadi u. Ya Allah. Hey, Salibora, aş patam vatbatın qoqqanchilik. Men meningdan bir azroq qo'rqib qolgan bo'lsangiz-chi. Mashqul qilinma yeta. Yo'q. Osh xudoyim, savizdan xabar yo'q, gurish demyapti deb oldi bilan uyda yurgani yiqib yotgan oshiq yigitning tomirini tutib baxmamdi. Dadamla paralashda bir o'tirib, biz bo'lganmiz paralash baqqan bo'lsa. Siz cho'g' o'g'il bo'lgandan keyin o'zingiz paralash baxmamsiz. Voy, qizga qilgansa, men dadamla odat chaqchaqlashib yurgan bilan bundan keyin daramayman men. O'tiribmiz, parchapa bizni. Deyilmagidek nima bakın. Mana. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanday hamidkan? Sog'lig'ingiz yaxshi bo'lib dadamizlar qayerda yo'q. Voy. Qanday yaxshimisiz? Meni chiqaring. Ben naştı qilib kelman. Jadira o'tiraymi deyman. Qaymoq deb o'qishni aytaymi? Buni hadavoma akkacha usta. Bo'ldi, rahmat. Meni qo'zg'atib, mishada o'tirasiz, ha? Ne kadar dostum. Qanday rahmat, obdan turib-o'tamsiz. Mayli kunab qoldingizmi? Xizmat haqida ketib bordi. Bunday kichigimni tug'ilib cho'ng bo'lgandagina kunab qoldim dama. Soatkamni saqsiz bo'lib qolibdi deb olib, yo'qlab kelishim. Şu adamın iş gün bu fazla mücadele yapalım. Odamning ishim cho'ng bo'lgandan sizlarni doktorxonaga olib bormoqsan bo'pti-ku. Voy jinim, ukam, cho'ng doktorxonaga olib tekshirib desam, unmadi. Maylimiz bir doktor bor Qur'onjon deb shuni ko'rindi. U Qur'onjon doktorlarga Abdumurayni kelgan cho'ng doktorlarım tanqilmaydi o'zicha. Qur'onjon davomli odamning kesin davolashga alim ta'limini biladi emasmi? Doktor nima dedi? Cho'ng chataqlik dedi. Biroq 2-3 kun bo'ldi. Dadamning tami ozib ketyapti. Qanday qilamiz ha? Shu. Maqaran Hamid akam. Dadam bog'i sizni ajoyib yaxshi ko'rganmi? Necha kun bo'ldi sizni ig'izni tushamay maqtab o'tirdim. Rost esa, men bu bakamroq qoldim soatkamga. Odamning og'zini chaqchaq, yumurni to'kib turgan dedi. Men bunday qadam azalda ko'rib boqmoqdim. Bu maldikilar chaqchaqchi mehmondo'z keldi. Ras. Menga bu yerga xizmat tushgunimda intoy xush bo'ldim. Voy, men bak gap bilan bo'kitma. Soatkamni o'zi ko'rinmaydi-ku. Dadam uydan chiqmay yotdi ukam. Shu. Soatkamni saqaytimizaq, o'ylab qo'ysak bo'larmikin deyman. Og'zingizga navot saqam. Yaqinda qilaman. Maqravkam, necha kun yaqa hadamizdan mush to'g'riliq gaplar. Ya dadamning ko'nglini biz bilmasak ukam. Ya ado durib bu gapni degani bo'lmasa, shundaymi? To'g'ri. Qarang Hamid ukam, siz dadamni ko'rib mush to'g'riliq bir parangiz baxsan bo'pti-ku. To'g'ri ukam. Dadam bilan bizning oramizda elchi bo'lamsizga. Ashta qilaman. Sizlar yaxshi nomzod yo'q demoqchimi? Shu. Soatkamning ko'ngliga tukkan bir sibaki. Kimki? Kim ukam? Ma'mal xalch badanda bir svamti. Baba. Bizning qo'shnimiz. Qachimdan kuning bo'pti? Voy, birnim bo'lmabdi. O'tgan soatkamdan bilan paralasam, xalch badamni kepini qavatqatdi. Menimcha shu xalch badamni og'zga o'xshaydi, juma. To'g'ri. Ina o'ylig'imda shu bo'pti mana. Xalchimdan yo'qolib ketgandan yog'i,
Dadamның jazmi g'alati o'zgarib qolgan emasmi? O'zgarib ketgan. Nega qolib ketgandi? Ya, yo'qolib ketmadi ukam. Cho'ng qizi og'ir qilib shuni qarayman deb bir haftada hayalib qolgan. Akşam ishni olib chiqsam, ketdi, keldi. Qarang ukam Hamid, siz bizning oila uchun cho'ng yaxshi ish qilib turyapsiz. Men dadamning cho'ng o'g'li bo'lib sübtim bilan bu to'y qo'shilma. Agar dadam bu xalchinamni olaman desa to'yni qachon qilish qilib qo'ymizmi? To'g'ri. Dadam yana kirib palang'ishib qolgansiz ya. Aleyküm selam. Gel balam gel. Qanday yaxshimisiz? Saudga bu kim sizga vafosizlik qildi? Bu yolg'iz o'tirib, bevafo degan naqshni aytib ketibsiz-ku. Hey balam, ishongan tog'da kiyik yotmi deyman. Qaysi tog'da kiyik yotmadi? Voy, meni xalcham to'y qildi ekan. Yigit o'yla kurashkini ketibdi. Voy, menga bir baldura qara. Mushu vaqt balaning og'ziga qarab o'lto'g'icha olib chiqib kelsam bo'lmaydi deyman-a. Qiziqqa deb kelsiz-ku. Ko'nla kechkidan uzun bo'lsa tush buzildi deb to'g'ri aytgan. Mana she'rning tushlar buzildi. Saudga bugun sizni yo'qlag'ach Xalchibadam bilan ishkan to'yishni maslahatlashgili keldi. Voy, meni to'shiq uchun xato anglab qolmaganda. Voy, ras. Bugun mashkanni to'yishni maslahatlashaylik deb keldik-ku. Endi qara, bu Xelchiban. Endi shu kishining adim bo'lish oldida turdi. Endi men bu yoshga kirgan vaqtida bularning ishini buzsam bo'lmas. Xalchibadam shaharga qizni yo'qlig'ini ketdi. Siz bunday gapni nada olasiz? Voy, shu Xalchibanning madaroq bir navisi bo'ladigan. Kash kichimishadi cho'kimiz yeydigan. Shundoq deydi-ku. Bundaq cho'ng'ishdimi? Kichikponni gapiga ishnamdigan. Ameliyatı yok iştigine bu. O yok iş. Hap. Ben aş yağış kulakını tutup alırken bolsam, aşı bana yalgan sözlüken tilini dişlememişsem cuma. Tas kaldı, canına ağını bu kasapet. Oy, bakara, şu adam kırgan sır küçük valdak bop kaldı diye endi işendim cuma. Hilciban bilen biz burunla kilişip koygan. Endi bu işe Bunu hava vakti ballarım nimdeydi ekan tav? Salika bilan Xonchamadan dadam nimdi shu. O'yligan yer bo'lsa to'yini qilib qo'ymiz dedi. Shu tap sizning javobingizni saqladi. Mundaqda. Meni bu ballarım bak aqlliq jimo, bak aqlliq. Bo'libmi, o'skin akşamdan shunda ta'lim keldi qara. Uncha menga o'z qizimdimmi bakla kuyinidi. Varas Bu ballarni bunaqa bak aldirab ketganiga qaraganda, bu to'ydan keyin kudukatdan haruga biz meni bo'la qilib qo'ymasa? Salika bilan Xonchamadanning sizni o'ylab qo'ygandikin, ishkanlarning holidan bir umr xabar olsak deydigan orzusim bor ekan. Voy, patroq yetgan shu orzusiga iloyim patroq yetgan. U qo'shiqni majab ochdinglar? Qara. Kaç kunda yog'zi tuzukroq birini yemabsiz-da. Xonchamadam o'qishni qo'li o'qib ketdi. Biz chiqib azroq birini deyli Saudga. Hey, mushu Saudga davomigida yil to'y qilayotgan bir yigitni tegimi Xelchibadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Qizlarga o'qilaydigan qurushlarım bormi ekan?
Ana akam. Kazan kavuk kılamız sen çözürmü mantı mı emmiş bakka? Kazan beşik sana üç kapı da akam ha? Немесінде ise aka. Şu anda aşpaz olgan eken şu kodu eken tamak tutmaydı ki. Özem burnum kılımanda eken. Şu. Ellerinin kolunu belekçe ben bulduk kam. Malum elfkam bir ömür kazan beşik ütüp bakkan insan emesen kolumuzu erkimi adamlar. Erdan eti de biz yetla, erdan eti biz yetla afkam. Vay vay. Bakın. Erdan'ın gibini kısam sakam. Erdan'ı tıfak yaptı. Oo. Nereden kemigen kevgisi gittim acanım. İşte baranmaydan bu kaldı. O küçüksüz kendisiniz. Vallahi hakkında kıldı. Dadam ben şu. Boldu canım. Siz degendek olsun. Ben kılay. Bakın. Salika. Sen tabak pişken sen dersin. Öptüm hatun. Baba, Biz geldik. assalamualaikum buva. Assalamualaikum baba. Oy bunu iki kızım bilan oğlum da limonda çıraylı kop ketdi oy bular. Bularni perishtadek yasıyıpsız ko'guncha. Ulanma mektep faaliyeti vakti dada. Şu çırak yasap koydum. Faoliyatı numara ko'rsatmikansizlar? Shundoq buva, men Liliyadan bo'lsinlikda faoliyat chiqimiz o'ynaydigan bo'ldim. Undaqda akanglarchi? Ay yumursizdaydi baba. Undaq bo'lsa balam, shu so'zlaydigan yumruğunu bir deb baqmamsa biz bir anglab baqili. Oy bizni kuldiran sana hisobchimi? Böyle kepopsa bu. Cırok tamak pişip tamakla yiyebilirler. Men bosh usulum o'ynaydi, shuning bilan tamoq yeyli. Voy canım kızım. Kuş kirgenden keyin aniki usul oynaysiz. Cırok tamak yiyebilirler. Ay xatirjam bo'lgan, bularning qo'sig'i to'q. Bularninchi men mehmon qildim. Oy xo'jam, baldura xabar qilasiz bo'lmamdi. Bunda Bunu bizning hepimiz ham bir qozon qo'lim qo'rib etgan. Dada. voy dada xatirjam bo'lgan. O qo'rimlar Yepizxonning qo'sqiniga bir targa yetmaydi. Ben kalık helep etmedim. Bunu ballakla korum korudum. Oy, o'rib ketibsiz. Rahmat. Shu qo'rimlarni dadan ishkanga yanglar. Ma ballar sizlarga ishtaynag'imiz qilib bersin qandoq dada? Bu yomon to'g'ri gap bo'ldi. Bo'pti. Men buni tutdan chek beray. Onlarni bir o'ynab beringlar. Dadamlar öpeydiler. Selamet! Allah'ım efendim. Vay. Sen meselesi. Şimdi lan ayrı buyurun bak ayrı. Oy rahmet. Dada sana bir rahmet dada. Açtı. Evet sen geldi. Başladı öyleyse ya. Bir günü bir malum soraptı. Nime soraptı bala? Oy bunu olur yana qopdi da. Shunday. Oy sen chim o'tag'ina bir o'nta so'zlayotgan bolani uduqtirib etmay. Baştinkilar balam, baştinki. Başladı. Ha baştan qo'sam. Bir kuni bir muallim ders o'rib o'tib bo'lgan ekan, bolalardan o'rib so'zsiz yiqinlar debdi-da. Shu zaman bir bal qo'lni ko'taribdilar. Muallim o'tishda tuzayotgan ekan. Voy yaxshi. Yani kim tuzalaydi? Shuningda yon bir bal mo'yindan qo'l keltirib, o'tishda tuzgan ekan. Muallim ochchaga aytdi. Ya, ikkinglar o'tishda tuzabsizlar. Bala qopatlar. Muallim onani olpiyaz, menani so'mpetsa dedi. Bu yardımı. Vay, sen şu 100 numara koydun balam. Tüydü mü? Dedi. Yok, sekne çık.
Aram bir yumru deysik ne balan? Ösü İhsan buvam durab işkinde gelken topamıdım. Tapamagan bolsang sahneni tushib ket. Men tapdim men deyman. Sen bu an doğrab, manga o'xshash deysan yumur deganda. Buni sahnaga chiqishing o'zi xato emasmi? Ha, qanday chiqdi bir ko'rsattiring. Sahnaga chiqishdan burun oldida yaqin o'xshaysa, o'xshab tik turib, bir nuqta qarab, azroq tabassum qilsa. Yakizrab ketmay bunda. Manga sabalam. O'zim tashlab. Turibdi men ekandim. Bunda tabassum bilan turib, tuvan kuzsam, qarab, apang dadanglar qayerda o'tadi? Boshliqlar bormi yo'q deyalamda qarab qo'ygan gap qilsa bilan. Ha, shuni bilan yumurni boshlaymiz, ha? Hisamkam doktorlik qilgan manzilga u. Bir ayol. "Voy, ko'zim tas jiroqni ko'ramayotdi. Qanday qilaman, doktor?" Bekli. Bu o'rindiqda o'tirib osmonga qarab. Daptayli xotinni osmon qaritib qo'yib Hisamkam kiribdi-da. 2 soatdan keyin Nimani ko'rdingiz? Nimani ko'ryaptim? Quyoshni ko'rdim. Billi. Uni unday jiroq nimani ko'zingiz bo'ladi? Degidek. Kızılgada. Dada, tamaq tayyor qoldi. Tamaqınız pişipti de kızım. Pishdi dada, qo'slig'ini ochirib qo'ydim. Yaka kızım. Bu şu 2 kun bo'ldi. İşteyim bölelçil içilip gitip barda qalan kızım. Dada, qaraganda og'riqingiz biroq yaxshi bo'lib ketgan o'xshaydi. Shunda sizning obdan kutishimiz bilan yaxshi bo'lib ketdim kızım, yaxshi. Hocam. Ha? Uymayman keldi. Oyun işe kadar Yaxshimisiz? Yemi. Yaxshimisiz? Yaxshi. Qaradash. Yuqorga tira bo'ldi. Azılsın bana aytadi. Soatga alınsa mijoz yo'q deb anlatyaptim. Yo'qlab kirdi. Rahmat bolam, rahmat akasın, rahmat. Salih adaş, sınavdan qattiq ranjidim bu. Meni demek ranjida adaş? O sağlıkım neçe vakitler beni sıyıtıp kalsa ama ayıp koymaksın ha. Vay lekin canım aqidam. Endi sizning ishlaring aldirash. Uning ustiga bu dadamning og'riq olmagan demedim shu. Unda diyelim ular sağlıkım diye atanımızın ornu tuğa adam. Sen bile bizga uzun yıllık qo'shna. Qo'shnichilikda bir-birini yo'qlaydigan yo'l demasmi? Va adaş, bu sağlıkım nim sababli og'ribdi? Doktorxonaga olib borib boshini og'riqchi dam bir tekshirtmaylimi? Ha, shunda qilayli. Voy rahmat bolam, rahmat. Menda kasal yo'q men tuvoq. Sapı-saq tursam mana. Menda kasal yo'q. Bas. Dadamning kesili asoschi aniqni babada. Nimadan og'ribdi? Chiqib biroq virusdan yuqumibdi. Selam oy. Voy, assalomu alaykum dada. Assalomu alaykum dada. Voy qara. Dinome yana tushib qopti men degina. Ashtaqa bir telefon qildingmi? Qildim, telefon qildim. Voy, nima deydi u dang'ash? Voy, o'zi arab turibdi-ku. Kechdi menga dedi. Bunda demadi. Voy, rost. Ashtaqa deb qo'ysam bo'pti-ku. Buningdek bir to'shg'ich og'ash kelgan bo'lsa, endi bir gap anlaydigan vaqtida buni men kerakdan chiqsa, voy, bog'dan gap qilsa, taqdan javob beradigan bo'lib qolaman, juma bo'laman. Ha qachon inim minib bo'ldi dada. Oshnasam o'g'im men o'zim iplay-ya. Sen endi qandig'ini ipirasa bolam voy. O seni o talla bazirini bilemez bu. Bu degan Ürümchidek cho'ng shahardan izlab aron topqin o'ldigan nima to'sa. Hey.
Assalomu alaykum. Haydar aka vallahi. Va alaykum assalom. Qani o'tir adash, qani o'tir. Qanara adash. Obda turdingmi? Uychi, bolchaq qilaring, xizmatlaring unumli yaxshi ketib turadi adash. Yaxshi. Voy, mo degan. Qani adash. Mana bu yangi ichimlik, ich baqa. Mana dedim aqinam, ma priyajat etib baqina. Hey. Mana sen ambura çok gidiyorlar adash. Hey. Sen bana salam kılıptınsa? Sen salam kılıptın mı? Oy, manda kıldı ey. Ya ben? Davut? Şu? Beylikimi dektisini berip turgan Davut doğrun ağıyla. Oy. O gözüm çatıyor mu ne şuna? Röşe kırıtma sen şu adaş. Allah'ında git kankan sen. Vaa, onun için dep ketmegen ha adaş. Davut kızık gençler. Makara canım ağinem. Sen bilen biz o kichigimizin balı vaqtlarimizin tatib bir mal tug'ilib cho'ng'irdik canım adaş. Bu tamlardan otda bog'lanib kirib, ommadan o'g'lab ham yaytdik. Jirildoqlarni, o'shiqlarni o'ynaytdik. Murtarishgan ağinem. Hatıran emdi asli kiyotamdı adaş. Hay. Çaq desen. Bana gidip bakalım kızım. Ya. Sen bilen çatak. Sen manaslarını ileyen aç terizatırınga. Zola biz olmakçı mı? Ya onda emas. Hazırdan başlap mushu tanlab bozorga tun mahsulot sen uchun maxsus. Pikala? Ha? Nega? Kuni qarab qo'y. Dadin chiqdi bugun. Akşam uyga batmay. Qariyaqashni to'yda uxlab qolmagansa? Qarindishim. Ay qo'ygina bo'l, qarindashim deb qoldim qo'ysa at degandilar. Voy, bo'ldi, men xat yozishda qo'sham yo'qdi-da, do'konda men qarindashimmidim. Voy, men xat yozgan qarindashni gapini qilmadim. Sen bilan biz bundan keyin qon qarindosh bo'lib qolsak demakchi. Asa demakchi. Akigna. Xili normal bo'lmasa? Sen bir çatak. Tak. Biz qon qarindosh bo'lib ketamiz şey. Biz ham boshqa atallardan bo'lgan tursa, qiziq gap qildik. Qani hech qo'yaman. Demakchi bo'lganim, shu sabab qilsak, amal qilsak, ashta bo'lib qolg'isi. Ya bilen sen çatak. Bilen sende gap bor. Adaş. Ha, yerden bo'lmagandik degan. Ha, bo'ldi-qila. Maqsading varsa. Degan ash maqsading. Ben de maqsad? Ha? Ya canım ağabeyim, canım qarindishim, menda nima maqsad olmaysan? Maqsad yo'q. Sen do'konga nima kelding? Ada, maqsad bor ekan. Ya. Ko'nglim to'yibdi-da, jinim adashim, ha. Bugun men seni maxsus izlab keldim adash. Men xotin degan oqshomning yog'i minamni qo'chib o'tdi adash. Men Salihning nesisi bak yig'ilib ketdi. Men nesi pulni bir berivetsiniz bo'ldi. Men do'konning oldidan bir xotirjam o'tolmayapman, xijilulab, atili to'layotgan deganda. Bo'pti deb mana. Bugun ash nesi pullarni bagil keldim. Debdan chiqardish. Ash nesining quyrug'ini bir uchirdi. Mana, chiqa. Ben olmayman. Hasta one dedi. Demakchi o'g'lim, ben senden eshitdim, olmayman adash. Nesi bu ras olmamsa? Olmayman. Vay deganda talla bozorga kirib, nima achib kelsam, bekor yuramsa? Albatta. Shaqaqna adash deganda odamning chaqchaq qilmagala bo'ldi. Andan seni menga deydigan cho'qim bir muhim gaping bor seni. Bo'lmasa bu banda qilib ketmaysan menga. Bo'ldi adash bo'lsin. Kichik bola to'la aldigandek qiliq qilmay, men nima ishlar xo'sham yo'q bilamsan? Sen bekorchilar xo'sham yo'q. Shaqaqna tepishlar xo'sham yo'q mening adash. Kaç gapingni degina adashma. Va, men kichik bolani aldigandek aldimi? Nim gaping bor degina, men bildim sen gaping bor. Men deyman. Maqradash. Balkim sen bu ozroq sizga o'xshaysa,
Endi sen bilen maslahatlashadigan muhim ish bor shunga. Bo'ldi mana, qarang. Oy shuna mushinchilik qilib ketganda da sen bilan bizga bo'libmi? Digina qanday maslahat bu? Agar yordam qiladigan chatoq yo'q juma dishi. Endi men bir farzand bo'lish sifatim bilan ota-onamizningki burchini ado qilish bizning majburiyatimiz kelgina. Mushu ahli jamoatningki taklifi, yordami, o'zgilarimning qo'shilishi, dadamning ma'qullashi bilan sening onang bilan dadamning beshini o'ngshab qo'yaylikki degan. Ne? Anladın ha? Yaş. Küçük şemezki ha. Şu. Ayşın. Bu kardeş hasta. Nime değmedi giderdim ben bu kardeş bu. Şu. Ya lekin kardeş ben bu da ançımça isqagan. Ha. Lekin endi çoğlarning kallasiga baza ishdan adam o'g'il olmaydi ekan o'zimmi bilsam bizmi dadamdan pek kichik qolgan qiz opam degan bechora mana qo'lini ko'sak chechini supurgi qilib adash bizni beqib cho'ng qilib qator qo'shib xizmatga o'rinlashtirib o'ylab bizni mana o'zing ko'rding hozir navrlik bo'ldi hozir endi meni qandaqligim sana ayon adash endi hozir garchi o'rin deb laqam singdirganim bilan lekin opamni guldek baxchiligim majbur adash undaq dema adash undaq dema qanday xomsin sening o'g'il bola ha shu endi uyning cho'ng bo'lganki adash ham nurg'un ishlar man yuklandi degina lekin adash endi ma ishmi kichik ish emas degina endi yaxshi ish lekin bu adash biz farzand bo'lgandan keyin albatta ota onaninki g'amini yeydigan gap rahmat samo rahmat adash lekin mana bu obdan bir vaqtni tepib endi opam bilan bir paranglashib opamning nima o'ylari bor ani bir uqqandan keyin adash andan keyin bir qaror qilsak deyman to'g'ri o'ylabsiz hozir endi rost gap qilsam nima deyishimni man o'zim bilmayman tushunma bu ish shu sizlar u yoqnimi bilma savut odamnimi bilma adash mana oldida cho'ng o'g'il o'g'ilvali savut odamni mening o'zim o'g'ildek ko'rdi ayni to'g'ri bo'ldi mashni ko'rdi adash gap chiqdisan sen rasman o musiqaga pulan olmamsan ya lekin ma ishini deb olmayman desam ha uning qilmayman buningla munosib dedim bu sen bilan bizgan ya u deginan to'g'ri adash endi ham do'st degan do'st ham sanmi japotat bir o'yin deb aytsa degina 20 ming olsam olamsan ya keyin olmamsan yo'q chaqchaqama adash oxirabon yo mana desam ku ya lekin mani qo'shib ketmadi adash ya rahmat arzimaydi anda bo'lsa adash men qaytay qaytamsan yo aldiratmayman adash bo'ldi rahmat shunchaligiga rahmat adash salom aytib qo'ysiz bo'ldi adash qo'sh baqladash maqul Salih, enangiz qaytib keladiki? Ha, shu Urumchi ish ovqatdan tayinib qaytib kelgan bo'ldi chataqchi. He mana endi qalaymi qanchalik yana boshlagan bo'ldi-da. Qara xotin, yana japat olgan bo'ldim. Dadam inib qaytib kelsa to'yni qilamiz deydi. To'yni qilsak chataq tuga. Uyni sep o'g'lim ne bor? Yeshimi 36 dan oshdi.
Endi to'yni vaqtida qilmasa, toshqa aylanib ketadi jumla. Man qara xotin, dunyoda ash bir tal yolg'izli inim bor. U sening olding turib er bo'ldi. Ash inimga yaxshi muomala qilsang, o'zingni inisiga muomala qilgandek muomala qilsang, men sening qilganlaringni haslab qo'ydirmayman. Qog'oz qalam eklayman. Ne qilsa? To'xtamni sholayli deyman. Assalomu alaykum opa. Qanday ahvoling? Yaxshi dedingmi, albatta dedingmi? Yaxshi. Aka, men ana yaxshi turgansan opa? Yaxshi bolam, yaxshi. Opa, bundan kun kelmay qoldim, qopilib ketmagansan opa? Yo'q, bolam qopilib. Qana inlarim turyaptimi? Yaxshi, yaxshi. Yaxshi. Ha, nima turyapsan? Voymish, inangning po'paykisi deydi. Qadavatini. Voy, ayoli qadab bo'lsin-da uni. O'xshashman, bekaho. Aynan. Men bir sen shunday qilib bizni ashna kindirib etgan. Tika. Bolam, men tomoq yeysa bir tomoq yeysan. Voy. Rahmat. Tomoq yeyganman. Men sen bilan mundishaydim. Bolam, nima gaping bor degina? Deyman hozir. Tikiverasan. Voy, bolam, yutilib qopsan, bu nima bo'ldi? Kendim. Yilim qichib. Jiddiylashib qo'yapman. Nimaga jiddiylashding? O'z uyingdan jiddiylashyapsan, bolam. Jiddiylashma. Ishvatdi opa. Nima ish bolam? Shunimsan. Opa. Tasma shu qalanlikni bir qo'yib tursam. Bo'ladi. Opa. Endi biz mau aka uka dadamdan juturtaklik chiqqandik. Endi sen bütün ig'irchiligimizni, shu 3 bolaning g'amini ta'minlab, barliq chapoyimiz, ig'irchiligimiz, bizning g'amimiz hammasi sening ustiga yuklandi opa. Shu mahallarni oldini mayli chandurtmay, chiroyli kiyindirib, bo'ynimizni qisildirmay, cho'ng qilib o'qishlarni o'qitdim. Bir chiroyli qata qo'shib, uy o'choqliq uy tutib berdim. Hatta mana endi navri yuz ko'rdi opa. Aslida sen bizning g'amimizni yeyvermay, bizmi sening g'amingni yeyishimiz kerakdi. Bo'lib men bir uyning cho'ng bo'lganki, albatta jiqraq g'amni men qilishim kerakdi opa, lekin men bu hujjatdan toz yaxshi qilib ketolmabman. Uni oldingda hijab opa men. Endi shu Degina bolam adam tarazza qilmay, nima deydigansan? Şükran opa. Endi amaq dasa ikimizning o'ttirishdagi bir padishapni opa bir soat qarib qo'yib turamda. Bo'lmasa deyolmaydigan o'xshayman men. Endi bu bir farzand bo'lib uyning cho'ng bo'lgan mendek bir o'g'ilvolning aslida baldiroq mayli dadasi bo'lsin, mayli opasi bo'lsin shu g'amni yeyish kerak ekan-ku. Uni men yana kichiklik uni toza e'tibor qilmabman opa, ko'ngil bo'lmabman. Ama men cho'nglarni necha paranglashib boshlarni deganki men o'zimni o'ylanib shuni degan atdiganlar bor yapamni qilsam deb opam nimalarni o'ylayotdi, bir kallasi nima xiyollar va bir uqay degan shanda keldim. Endi asosiy gapim shu, endi samoqchiq chapalarni tatdim. Endi bu rahat ko'radigan vaqtning yetib keldi-ku opa seningmi? Bizmi lekin guldek baqalaymiz opa. Agar boshqa ish bo'lmasa, biz seni guldek baqalaymiz uni. Shuni agar sen rozi bo'lsang, agar bir qo'shilsang, Sana bir amra tiprayim kelib o'ylagan. Nim deydigansan, jinim bolam. Ufkularing nim deydi, jinim bolam? Voy yo'q, inilarim desa, xotirjam bo'lsang bo'ldi-ku opa. Endi muhimi sen-ku, endi agarda razılık bersen, eğer bir koşulsan, şu eski bundan gitmeyeceğim, yapışırdım. Şunu alalım da, eğer de bir meyliye balam bilsem, makul köysen,
Shu Savutkan bilan chiqqanlarni beşini. Nima? Savutdasiz saat cho'mg'an sabab. Yo'q, nima dedi qolsa apa? Voy, boshda qilamanmi? Ya. O'g'li. Ha? Salichu? Salim bilan yaqin og'inam o'zdan bilishamdi. O Salim o sening oldingda cho'ng'olgan bola. Kichigimizning birga o'ynab cho'ng'olgan shu Sali og'inam o'zi elchilab eg'iz ichib qoldi degan apa. Shuni men buni chiqib o'ylab, ham shu son qanday eg'iz ichish kerak bundan pek xijil bo'lib qoldik-a endi. Agar rozi bo'lsam, agar qo'shilman desam, inilarimni men o'zim gap qilma ularga. Ulardan g'amiyman. Agar men shunga fikrim bo'lmasa, shunaqa qilaman. Rahmat bolam, rahmat. Shunchalik o'ylaganingga. Sizlar men shunday bir tez cho'nqagandim bolam. Rahmat. Yig'mag'ina apa. Baqsam men xil bo'lib qolganman. Yigitlar nim bor mana ichida. Ha, tayyor mashina, buni yigit olmaydigan mashinaga kirmaguncha qol saknisin bor ekan. Edi va. To'xta. Ha. Sen yemsa, ishchamsa, hamma biroq davatdan o'ldirmaydiganmi? Bilamay qolganman. Men mana qumda gap qildigan odamman va. Gapim tarjim qilib bo'lansa. Adash, bu meni akam bo'ldi. Oy, Qadra. Tanımadın Oy. Qadra, tabii canım bilsem. Yaxshi. Oy, Qadra. Bu sen ne? Ey, akam digine. Ha, bundan dikin ben bir şey yaşamayken de. Vay, Qadra aka. Yok. Oy, monorum kim bo'lib ketdi? Ba ag'inam bor, bu ag'inamning ismi yani. Qanaroq yani fikam oldi. Aka bu ismi yani dedi. Bu ilaka singlingniki, ya. Men Urumchiga adamninki yo'ldoshining, hadisning o'g'li Rayimqon bo'ladi. Vay, şu qarayma. Bir yedi ko'rganda. Bilimlar ko'rganman. Şu. iPad'imga yag'an 100 nokta elimiz şu-ku. Ya bak qiziq gap qilgansiz Juma aka. Amerikan hozir uzmay satmaydigan ekan aka. Hozir biz degan bor, mushu g'avvas muzika tartniki produksiya shundami? Ha? Nima aytdingiz? G'avvas. Boshdan atarlar bormi? Bor. Hech nimani bilmaydigan akam ekan bu. Aka, buni mijozdan o'chiqroq aka, to'g'ri tushundim aka. To'g'ri. Bu Rayimqon sahnamas turishmasroq qilish kerak ya. To'g'ri so'z ekan. O'zi o'chiq to'g'ri. Chaqchaq Rayimqon, chaqchaq. Ya chaqchaq yoqqa. Qarab o'zimizga ko'klaydi. Ey, kom sen Urumchidan chiqayotgan bir oy bo'pti. Qanday o'lchiq keldingmi? Xiyol kelgansan? Qiziqchi bor gapim aka. Adam uydan chiqib bu bir oy bo'ldi ekan. Lekin og'inam ishkimiz mashaga teqirab shu ayilib kagich bir oy ketdi. Sen qo'ygan mijozing texchi borgina seni. Turishimizam sabitligasiz o'zi kelmayman. Yo aka, men nima chaqatdinglar? Jiddiy chaqatdinglar javob-da. Ey, meni to'yimni qilamsizlar ya. Cho'qib to'yimni qilgansizlar. Dadam senden chaqqan chiqatdi. Dadam nima chiqatdi? Voy, bir yaş chiqatdi. Dadamning to'yini qilamiz, to'yini. Bu dadam meni yomon chiqatdimi? Asli armchilik adam dadamni nima? Dadamning to'yidan keyin sen to'yini qilamiz. Ya, aka, menga gapma qolmash edi. Men to'y qilmayman aka. Unda qilsam ketmayman bo'ldi, qaytayman bo'ldi. To'xtana. Keplik ketaman deydan bu. Kep ketadigan yotoq emas bu. Ne ketsa? Jinim aka, dadam bilan uchrashib qolsam, dadam meni ko'rib hijrat bo'lib ketmamdi. Voy, qanday qilaman endi. Sen taz degicha men taz deb olay degandek
36 yaş kirip tıptan argan, iş argan yedirip sen hıcılınmay. Dadın hıcılık demden? Işqilib aka, uçuş qazaq, ya o hıcıl oldu, ya ben hıcıl olma. An yaxşı ben keteyim geçinim aka. Nem desen de, işqilip kepsen sakan, nem bolsun toyunu kötümüz. O canım aka, toy qığım yok. Mening vağı özümning va, seni düştü, özümning jini pida qilib etkin ba canım aka. Jas. Biz vağı akam, biz özümüzniki muşu milli muzikalarımızın vağı dövletimizin atıltıp xalqara tuntuduğan, işte müstehkem bir irademizin bağlıdık şunda mı? Bağlıdık. Sakam, kaçandan beri müzika tutup ketkense sen ha? Yaratmaysan beni sen. Ya aka ben bağı, muş agiramda kendi sürüp bağı qara, gitar, müzika degan titizdigan bulab ketdi. Ko'dingmi gitar ne? Titimi? Canım, mana, yani 3-4 kunlik tarbiyaleydigan bolsam bag'ım, Erkin Abdullohning bir yoqqa qayirib etibli bag'ı, gitar mayriqla aylandi. Çoğun işler özünü atab titib etmey fikam. Bu turmuşnu bir titib etkine, bu öyle bir titib etkine. Işıqlı nem bolsun jenim sakam toyunu kötümüz jimi? O canım aka, benim toy qığım yok, nemda zo'laversa, sen bolsan beni qo'llab qo'ya canım aka, sen bolsan ma. Ben toy qilmayman men. Oy, oppoq saqqam, chiroyli saqqam. Voy, seni qo'llab shu yolg'iz qolmasin, bo'ytaq qolmasin deb to'yini qilib qo'yal davatimiz bir opdan. Voy, kim bilan qilsa to'yimni bo'pti. Qilay, kim bilan qilsa, qiz tayyorman. Loyiqim bo'lmasa. Xotirjam bo'l. Hozir bo'g'u ne loyiq to'nib turgan o'rinlar bor. Shunda chiroyli. Bak kızdım ben hepini sana. Elime mal vazırı var mısınız diye biliyorsunuz ya ka. Ya, cin gapni qilsam baqadaş, mush loyiq tunishtirgan o'rin vaqim men bag'am. Bundan burun men bir to'y ajrashganligini bilsadash. Mush ota-onamning zo'rlashi bilan, voy balam der, oxirimish loyiq tunishtirish markaziga berib, 300 so'm rasmiyat haqini to'lab etdim-da. Bir kun so'tasam kelib boribdi. Ha, qiz tayyorlig'ida kelib ko'rib ketamiz deb. Shuni o'ylaylik uyga shunda kirib qizni ko'rdim-da, oqimga tarang tutib ketdim-jimi? Bas siz birini qo'ydimi? Voy yoqqa, udulim do'ttaga men xetni bo'layotgan xotinim kelmas masala. Ey! Bakra. Ya bunu reyip kad elimiz değme. Zık turmuştum acayip kızık. Sen sahne emez turmuştum kızık. Buradan kızıktı. Ot go'yaş yaptı. Tamam, reyip kad elimizi. Ben kızık ettim. Onda olsun ufkular, onda olsun. Dadamdan bir görüşüp yolla, onda kılmaydı. Dadam iyiydi mi? Ha, iyiydi. Kilim balığım görüp çıkıyor ya. Direkt ya. Dur ağine. Dadam çok tatlı. Çoğuyuk başla, çoğuyu geçme. Dinle. Dedem hemen geldi. Assalamu aleyküm. Ve aleyküm esselam. Kilolu oğlum, kilolu. Vay Salih. He? Bu toyunu kızdımen de taşık falan tutun adam ekemegen sen ha? Oy, sana erkek oğlum. Ha? Dedem ben. Oy canım balam sen mi diyorsun? Bu üydün bir ondalla çıkıp gidiyorsun. Oy ne buldu sana bu? Çanaklı etken kağıda kılıp kalsam. Oy sen koymadın benim balam buldun mu? Entum bunu çöptün kimi bu kettendi? Dedem bu ya, Örümcüdeki köy oğlumuz Ahmet Cigam'daki hadistin oğlu Rehimkan buldu. Can. Neyimi kan dedin ha? Rehimkan. Oy, örümcek dağınlık ertesi dada. Çıraydı bir tal kanının tayini yok. İyitin rehim kan da. Amma lekin baba, bu çolda da dehşet kızık yapıldı ki acıma. Hey, muş İsam kam dekten kızık yapılan kıyırken gelmesin bu çolda da. Koydu bu. Dadaş digin onu büyük kettendi bu. Dada, aslında ekletmişsin ben. Erken alabalar. Tabii çıkart, öyle çıkart. Rehimkan, köpeği çıkart. Abi, Ufka. Oy, kadar oğlunuz yaşlı kadar yakşı mı? Kadırdan, bağışlı. Kadırdan oğlumlar. Çıkmıyor ayakkabıyı, kandıran sakam yakşı mı? Sağ mısın? Oy Kadırdan, bunu akavını güreşmemse. Kandıran. Yakşı mı? Tabii Ufka. Sizni yo'lga chiqib bir oy bo'ldi da'vat etdi. Ay yan chiqdi ki pulga ishchingiz og'rib,
Ürümçi'den piyot gelmeyesiz ha. Ya bu konuda ayağlarımı dehşet kızıkçı geldi arkadaşlar. Ben yakın ağabeylerini size tanıştırıp koyay. Bu Ürümçi'deki köylümüzdeki hadisinin oğlu Reyim buludu. Oturun Fukam. Oy bizga tutqankan ku. Ha tutqunimiz. O'zingizning uyda erkin azad o'tiring Fukamjimi? Bunda sizlar choy ichib o'tiringlar, men o'qitib tamoq etib beray. Maqadama ağlar koytamam deyman da. Doğru sen üzerine uyadaş bu tatmayı oturada. Mayli ya. Kudra. Ha. Mesleğe o ağabeyden tanıştırıp bulandı. Bu yakota sizlerinin Reyim kiçik dadanglar buludu. Oku adaş toqtatrak kichik dada degan gaplarni qo'yib turam. Adam xiyr tutmayman da yasharq ko'rsatmamsa. Nasıl kaydını tanıştırayım. Bu yakota Ürümçi'de gelgen en yakın ağabeyden Reyim Kan. Appalla. Ben Reyimcan degan sirni olgan. Mushkamgacha Reyim Kan degan sirni olib boqmabman. Bek akıllı kız gencimi. Siz televizyonu ko'rmaganmi bu akashni? Ya böyle iPad'dan 100 may satqa akash yo'q. Hey, isim keldi. Yiliq soxta 100 may satgan. Opam 100 may satay debsizda. Adaş qaçağı gaplarni qilib yuriydi. Bir tafsir bir to'shtiribdi meni. Sen ben ondan bir konuşturuytay bulandı. Bu akınlar olsa Ürümçi'de gelgen benim en yakın ağabeyden. Hem tutkunumuz. Bu akınlar senet üzüm içinde pida kılıverken. Gitar çaldığımız hayran oldu. Gitar mahiri. Hazır bu ağabeyden bak ondan satmayla. Ben bulsam ismim Sabi. Vay küçükte sen bana qara Toshkentlikka sen tanib olmisiz? Ya hadi ben uzun bulu güreşmegin isimlardan çıkıp kaldım mı deyim ha? İşte ciğerimde sana tanıştırıp koyacağım arkadaşlar. Bu ya olsam benim ineğe kızlar. Hoş geldin Reyim küçükte de. Fukam, o'sha kichik dada degan gapdan aytib, akali demansan. Reyimka. Xo'p. Bu ya olsam benim singlim Makliya. Xush kelibsiz Reyim Kan kichik dada. Nima qilsin bunlar nima degan qildi bu? Bitirishimizda. O gitar dehşet çelikti. Gitar çok aklımdan kaldı. Oka. O koçsular ismi. Koçsular bizim yanında da aptapsız. Koçsunu okumuş aklınızı öz icap kığa. Dehşet oynaydı. Ha, siz qaraganda ko'cha usul o'ynashni bek yaxshi ko'rdi o'xshamamsan. Men emas, okam yaxshi ko'radi. Okam. Yo'q, ko'chsul degan 5 yo'q ko'rim degina yutib qo'ysam qo'y. Gap yo'q. Yutib qo'ysam debsan. Sizlar ügünde kalıp olsanlar biz bizlerle kalıp ügütümüz. Hey ballarım ay. Şu kısımın gibini koyuyor. Kulağını zikirle beni tavak yemiz zaten. To'g'ri. Tamoq yedi, tamoq yedi. Magiliya kadırda baldırak kırınlar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qandarak Hamid ukam. Qanaqa o'tiring. Obda turyotamsiz. Xizmatingiz yaxshi ketib turibmi ukam? Bo'ldi herhalde yaxshi. Bu soatkam yo'q-ku. Voy, u bizning yangi kuyov bo'lib-ku, bo'lg'us kelim bilan qizlik qog'oz olib ketdi. Qarang Hamid ukam. Ham cho'ng odamlar bo'lgan bunda rasmiyatlarni qilmay nikoh o'qitib qo'ysak ham bo'ladi-da. Unda saqlanmaydi Salika. Devletimizni chiqargan nikah qonun bor tursa, biz ma davlat fuqarosi bo'lgandan keyin qonun tuzumga rioya qildik, ha? Shu emasmi Fukam? Choylar. Qanaqa ukam? Men qaram Salibora, to'y degancha cho'ng ish. Sizning talla bozoringizni setib evoldigan kampit emas u. Qanday dedim Fukam? Yo'q, qarang. Assalomu alaykum. Va assalomu alaykum. Voy muborak bo'lsin. Birga bo'lsin. Kim maylama? Qo'shmanma kendirini bir almashtirib chiqasan. O'tiring. Qiymi. O'tiramiz, ukam. Chapata tomajma. İşte qanday ketadiz? Yo'ldosh, sovuqqanmi chiroyli qolsam ishlar qanday vaqtini bilib olsam bo'ladi. Çay alayli. Bunlar deyirlar. Bejumel, ha? Mush ishimda
Bugün hizmetkin boramdığımız. Buncan, sizin dadanızın işi için benim işime o'xshashlar. Voy, rahmat. Uni ısırıcı bizden vallahi bugün faaliyet var ki sınıfta. İşte kayıt kameraga oldu. Şu atiga Lili bilan bizning bolalar Talloh bozor kiritga xil ko'p yadigan narsa bergandim. Rahmat. Arkadaş, bunu böyle kegiz daftarımda yazmam kalsa. Sadika başla çıkma. Va çingçang taşdan may chiqir demasmi? Bak Hametimizni rashka deb tushunib qolmisan. Salikam unda chiqmagan bo'lsa, sinoyaq parnikingiz yordam qilmagan bo'ladi, ha? Naq to'g'ri dedingiz ukam. O'sham qiziqkansan lekin eshak ko'rib o'tib bo'lsa odamlar chattig'im nima deganini mikasajimi? Aşkı bak o, parnikimni ismini bak o qara, qarindoshlar höktak bazriya dedi. Ben sana qisib qo'yibsan. Lekin ishlar qanday? Yaxshi, davomlashyapti. Sizning yardamingiz boshqa, bizning ishlar shunda davomlashyapti. Rast. Naq to'g'ri gap qildingiz. Maqaram ukam Hamet. Siz bo'lmagan bo'lsangiz, mahallimizning ishlari uncha yurishib ketmaydi, jimom. Siz kelgan yoqqa shunday yaxshi ketib bordi, ha? Bu mahaldagi hamma millat bak ittifoqga mo'yimi? Bak tirishak eslamasmi? Ma biz ayollarning bosh chaqirmoqlajimi? Yaqinda bor u, Fatem bor u. Keyin kecha korxonasi qurmoqchi. Boshliq mishmish gap bo'tdi. Mushtashdan bormi? Voy ba, rasmiyatlarni putaylab qoldi. Ammo o'z vaqtida to'g'imdan ditvoch o'kan jimo, bektirishchan. Chiqilib bu mahallning hamma ishlari rost yurishyapti juma. Rost yurishyapti. Qani, alayli. Assalomu alaykum. Aleyküm assalom. Gel. Dudachilib o'tirib ketganini qara. Fayzom axiraysan. Hey, meni qeridim jumoy. Bu to'qilma degan odamni qeridim, ay. Yigitdim azar. Shu men bayam anglab bir muboraklab qo'yayda kirdim aka. Hey, mushunchalar cho'ng ishni muboraklash uchun quruq qo'l kirsin bo'laverdi ekanda. Voy, endi to'ylarni yo'l qilamiz. Ha, lekin boshqasiga ishonsammi, sening bu qo'lingning ho'l bo'lishiga ishonmayman jumo. Voy, sen-chu tuyuqsiz daryoga tushib, suvning teki necha metr cho'kib ketsanmi? Mushu bir jup qo'ling yana quruq chiqamdi. Naqay dadamda gap qilsa jumo zavodkasam. Mening dadam odatchi bir gaplarni o'dil demaydi. Deydi. Bir kuni 3 ta tomoq yeyotdim, o'zimni qo'shiq shunda ichib ketdikka. Tomoq yeyotsam, dadam yenimga kelib, "Bolam, tomog'ingni yeb, qo'zingni to'yg'izib, osh uyga kirib qinib, uyg'og'ini men chiqib kayzani oldirib dedi." Lekin shu to'g'ri uyga kirgan bo'lsa, qo'yib demaydi. Voy, bolam, to'g'ri uyga kirgan o'tdi. Yumshoqroq o'tasini oshni ostiga bir ko'psib qo'ygan edi. Shu ülkede qanday bo'lib qoldi ekan, o'zim bu kayf sabab qilmadim. Bu og'illarim zo'rlab ish ko'rib ishiribdi. Mas'ul ketdiman. Uyga shu darvozaning ichib uyga kirishga ko'zim yetmadi-ku. Shuni qanday qilaman deb bilmish ish qildi-ki, dug'loqda menga ustida qolibdiman. Ay, flop ketdiman. Səhər dedəm bir yoqqa birini ish qilmoqdim ekan, ish qilib chiqib beni ko'rib qolibdi. Bu qarab meni o'qday desa, satomsina deb ketib qolibdi. Anlıcı men beshidagi mengadan qaytib o'tib uyga uxlab qoldim. Dal uxlab uyquga qenib. Soat ulladi, o'tib ko'zimni ichib darvozadan teshib chiqsam, dadam heliq men yotgan menganni ori bilan üstüge atladı da şimdi açık var ama kurtuldu da işlemiyor mu? Adam. Ya da neymiş kıvatsa desem neymiş kıvatattım ama yotkan köpeğin içi kıvatına de.
Bir dört. Bana bir dörtlü bulmamdaki bir yette. Bana. Yok. Ha, bana. Yok. Hey. Uf. Ya Parat. Yaylık şırası mı yağı mı? Yemek küçük olmaya ağaynım sana yalan yakıldığı. Ya işlenmemse? Ya, kaç işlenmeyim ben. Ütülüp kalay sadıgan kede ağaynım. Rast gap o. Odamni ahmoq etadigan gap-ku bu. Tuh, malan işemavatqını. Ben fakat işendim gelmadığıma. Ya bu mısmada kılayla. Bir nereden besleşem de yok. Nemeden besleşimiz tapaqın ora. Nemeden besleşem bunda? Sorundur besleşmeydi mi? Hep belli. Rast magap yakşı oldu. Yine olmaysızlar ha? Ha. Maşkımızı özendir yanıqaq görüp atamsa? Sen emas, yeni öyle peşimizi patkakçılap otuldap durduk Oldu. Oldu, aşağı barımız. Salih'den sorayımız. Şu vaqtda da kimning o'tildaydigini shu yerda bilamiz go. Juda basak boldik. To'xtay. O o'zi bilamdi. Ros. O'zining dadasini to'yini o'zi bilmamdi, nimda gap qilsizlar? Ha, uva qara. Mush pulga munosabatli narsa yomon fuqdi juma va. Shu to'y degan shu pulga munosabatli narsa u. Omenga kelmaydi xotin. Ya kattalish bo'tgandan ay berib Salih o'zdili so'ramaymi? İşte qilamda. Mayli. Jira. Bak. Ya to'xtab turay. Ya to'xta. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Ne mübarek olsun? Voy to'y o'ynaymizkan go, soatkamda to'yni qilgansizlar go. Yo, uloqga uzilganda afkam, shuni anglab qo'yibsizlarda. Kim nozg'on bo'ldi? Ma gapimni desaqam. Oldiga demak kimga uylanmoqchi, kimga uylandi degandek mana sifatli gaplar qilish o'rganinglar qachongacha? Ay voy, sen bir qachon o'zi sifatli gap qildim ketdim deyman-da. Ha, soatkamning bilim amdi ta'sir qilyapti-ya. Yo'q. Menimcha sen to'ydan chiqib bakir kelibdi ha. Bundoq gap yo'q. Ukam o'ylab baqa, hozir qaysi davr, qaysi zamon yashayotsa, buni bilishimiz kerak-ku. Vaqtdan vaqt kelganda masalan deb qo'yay, o'zingni chiqqan bir ig'iz gaping bor-ku, sening madaniyat saviyangni belgilab qo'ydi. Shundaqmi? Va bo'ldi, gap qilmadim. Ay voy. Bir ig'iz gapsa 10 ig'iz javob berib odam og'zini tuvoqlaysan kajimo. Men Qochib kesaqam. Mana qilaylik, men tashlaydi bu. Ay, qochibmiding ha? Yo'q, qochdim. Bo'pti. Ma'qula. Unda to'ylar barasa saqam. Ma'qula qo'sh. Hey! Mana. Oy! Assalomu alaykum. Qanday ahvolingizmi aka? Yaxshi turadimsan? Yo'q. Do'konlarning savdosi yaxshimi? Bo'pti. Savdo yaxshilik turdi adash. Bo'ldi. Ya adash. Ish. Basto. Yag'an. Ya adash, qishda yag'an qo'ydi. Emas gap qaytasan aka. Qo'yibchi-ne? Nima uras, nima yo'q, faqat bilamadim-ku. Ya g'inam al. Savutkamning to'y qildigan ishini davotaman. Va bu chaqchaq qilyapti, yag'an adash ya, o'shlar ya. Bu gachchit gap qilgina. Rasos qanday qilmoqchi? Yag'an bo'z qanday qilmoqchi? Rasulsa. Turgan gap ikkimiz bir so'roq qilib, taratkamni mehmon qilmoqchi. Yo'q, Agar yag'an bo'lsa, taratgan bir so'roq qilib, mana ikkimiz mehmon qilmoqchi. Osh mehmon orasida sen bosar ekan. Men dadamlar. Pichonlar dadamni lotereya qo'yibsizlar-da. Mo'jlag'ini rast gapgina. Rast qo'sh ish. Yag'an ya adash ya, yag'an osh ya. Bu gachchit degina. 5 so'm deb turibdi. Hamda dadamni tepishmoq pul tepibsan-da. Sen kirgan dadamni tepishmoq kitob qilsan, kelin tepishmoqni 5 kitob chiqqan. Dadamni shirin chiqarib boqabsan. Ya hamsa odamlar tebet gütlab bir pak. Dadamning peshonasi u nima deb izlasa. Og'inam. Rast gapan, Davitam alaqa rasqo. Yag'an ya, adash, yag'an. Chiqib dadamning to'yini qilganimiz ras. Erkak bo'ladi.
Anda. Qayerda o'ynaymiz undan sorun ne? Bugunmi ya ertami? Ya vallahi ya yok gapni qilmanglar. Bu qiyirganda o adam to'y qiladi ey. Oy, turg'an nima deganing bu adash? Dadam to'y qilg'ichi bor. Sen qiziq kelsa deyman. Bir do'koningga bir mal keppoqchi biz tilpoq va yeva mal keldi deb xabar qilatdim. Bu ketim dadam mal kepga tilpimi qilmading-ku. O dadamning meli o'qitoy emas-da. Bunu dazza aldığan meli iskılatta emez mi? Balde. Sizler bakıp bulmanlar. Savutkan'ın toyu bizden toyumuz. Oh, güzel. Qanday qilamiz degan Savutkan bizga ilm bergan odam. Rahmat. Qanday ish biz bojimi? Rahmat. Gap yo'q. Rahmat. Ag'inam, dadamning nikosini qiplabda uyga ketamiz nima? Ey, sen kirgan odamning to'yini restoran bunda bir oylik chiqib qo'ysalar. Ama restoran qilmasaqmi qara. Hamada narmana vaqilyapti-da, raso bir qiz qilsak bo'ladi o'zi. Ey, set. Nima? Hadi bak, cemiyetimizde bir kısım adamlarımız başlıyor. Toy tekinde ne ona bak savunmaydı, nezir savunmaydı. Biz bunu yüzde kahve ağzına lokmuş ettirelim lok gideyim ben. Ya ularning gapini vay. Ularni qo'ypasan o qara. Bizning ma urf odatlarimizni, madaniyatimizni yo'qlab chiqib yutudilar. Bas, shundaqmi? Bugunning jiqi so'lidi, to'yning nag'ma-namozi bo'ldi. To'g'ri. Yama ag'inam to'g'ri dedi rost. Bu bazlarga qo'yib so'rinda naqshatsang, chaqchaqsan yomon bo'ladi degan gapni chiqarib olibdi. Ya bu dunyoga deymay biz bu yig'laydigan qil kelganmi biz? Endi shunda olsunmi, diqqat qilaylik endi boshqani og'ziga bir qizimiz to'yni deb gap sepmaydi deyman. Bo'lmi to'g'ri. Qaranglar bolalar. Unda bo'lmaydi, hargiz unda bo'lmaydi. Ish qilib, dadam mening to'yimni guldab qilib qo'ygan, uni sizlar bilasizlar bolalar. Men bu dadamning to'yini aldatib, raus qilib beraman. O'g'il adash, o'g'il. Qarab qoldi. Ota-onamiz boshqa nima o'zar bizni bolalar. To'g'ri. Dadamning xo'shallig'i, mening qo'shallig'im. Ota-onamning xo'shallig'i, mening qo'shallig'im, mening baxtim. O'g'il adash, yaraysa. To'g'ri. Qarsam gap so'zimga qarsam. Bas chiqarganda birsizlar. Bu to'ydan keyin haqqasonlarga dayyoydi, babdas qasalar. Rahmat adash. Ana so'roq qilgan bilan ostimizga bor qo'yib o'tiramda. Jirik borda o'tirib, yampichamiz sizatmasa. Ya borib buvamda qolgan bir yappichini eshitibdi. Hamma odam o'zi ishlashgan bilan. Dadamga qo'llash kerak emas, mening buvam bormi? Xilchibandan qo'llash kerak emas, mening mumam bor. Ben rahatım ben şimdi mumamni qo'llash buvam toziq totib qo'yaman deb. Tam şunu restoranda oynab pokusini dalan etdi. Rahmat bolalar, rahmat. Ish qilib to'y kuni haqqasonlarni to'yni to'pishtirib, ha u deyish pasanglar men sizlarni roziga bolalar. Chata yo'q adash. O'zimizning ishi bor. Uning gapi yo'q. Allah şahit olsun. Nasıl yadı sen biley. Hangi korktun da ben? Kaçana yakaladım. Çıkar. Qandaroq yaxshi o'tyapsizlar? Yaxshidingizmi? Yaxshi. Tova. Naqshni ajoyib chiroyli aytdingizlar. Ya Allah. Shu guldek chiroyingiz bilan hech nurimga o'xshash bolalarga tegmay, Soliga o'xshash bo'rlarni neladimi deb bo'lgan bu qo'ydingiz. Unda demang, xotin. Solimbek undango. Kimga yamanmi, kuyga yamanmi degan gapni anglaganmi? O'yin chaqchaq qo'ydim. Yana men gapimni olib Soliga debshimi? Bo'lmasa eringiz ma'lida meni ko'ringan yerda gilimni siqib, hey, neserimni badaydi-chimi?
Neydi bilolmaydı. Şundaq qiladi u. Hey, nima ishlar bilan aldirashib ketib barsizlar? O qara, bilmezki söylep bağınını. Neymiş bile aldıraş bulatdım. Toyunun tayarlığı ile olmamdı. Ha, toyunun tayarlıqlarını qilib, qas chiqirib etgan o'xshamamsiz? Men xeli bitkizib beraylik, opirib qo'ydim. Lekin menchu bu to'yni oddiy bir qizam pulini etib, ikkisini nikoh qilib bir uyga akirib qo'yamiz deb o'ylagandim. Hozirchu ishlar yo'g'inab ketib bordi. Undaydigansiz? Qanday yo'g'inab ketdi? Hozirgi mo'maylar yo'qora. Faqat bo'sh kelmaydi gajimi. Burun zamonga o'xshash. Ma agi tegib, mushta xizmatini qilsam bo'ldi deydigan mo'maylar kammatga ketibdi jinim qo'shnan. Unda emas-ku. Buyurasiz. Siz anlamadingizmi? Tuanki malka Hamdulkam bir mo'mayni olmadimi? Ha, og'am. Shu chog'da o'sha mo'may nim debdi demamsiz? Nim debdi? O Hamdulkamga sen o'lib ketgandan keyin mo qo'rajoy zaminlaringning hammasi menga qoladi deb to'xtam yozib, ondan to'y qildi. Xudoyim, nima deydigansiz? Sizning qiynonungiz undaq demasa? Endi bular xuddi yosh qiz yigitlarga o'xshash kuydim, pishdim deb kelishib tegishayotgan ekan. Unda deb shu sat turar. Shundaymi? Shu. Ettigandan yaqchaq qilib sizni nimdaydikin deb qo'ysam, limon kichik kasalda qolsiz. Yo Allah, sizni chaqchaq qilganingizda. Qarang, menchu ma oilaga 15 yil bo'ldi kelin bo'lib kirgili. Mening qiynonam bor-ku, shunda esil ayol. Sizning o qiynotingiz qanday bu ayolni keltirib oldi ekan-da? Oy, mening qiynotam bor-ku, shunchalik esil. Bilsizmi qiynotamni yomonligini? Bilma. Hey, menchi bunda bir plan so'qyaptim. Qara, qanday plan? Ikkimiz uchun maslahatlashib, mush to'yni toza bir qiz deylik. Shunda bir qilaylik. Qanday qilamiz-da? Toza 10 necha mashina bo'laylik. Oldin buvay mo'mayni o'tag'izib, ikkisini tozamışda daryo o'ylarni aylantirib, kashf bo'lgan restoranga opirib, ikkisini naqsh usullarni itqizib, tansiq dastigizib, toza bir qiz debman-ku. Yosh qizlarni sevdim. Unda Osmanadim bamaga Davud bilan toza tasini olsiz. Sizni bo'sh kelmasiz. Çok hozir. Dimur? Salih, tazam çayını hapını şapını içip kendine bağlayayım. Ögünlük toy bo'lgandan keyin saqqalarim yasitib, tirisib bo'lay deganda aqcham. Haras, bugun yakshanba vaqtni ching tutib, do'konlarni qo'yib, malvazir o'ylab, mal deylam, andan keyin bog'dan bosib o'tganjimi? Va, ishki bekatarab o'qitqina. Men mal ilib, bog' besib, yetishib bo'lmaydi degan men qaysi birisini qilmayman. Davudxon yepingizni qarang. Çok qara aksiyani olib kirib, men o'qitmadim ularni. Ha, to'g'ri, o'zingiz o'qitdim. Bo'ldi. Men choy ichib o'zim o'qitay. Bularga ajab bir azmingizni ezib ketdingiz. Nima qilib qiling choyni? Ammo u ish shunday emas. Slash degancha Davud o'rinni berishdi jumo. Yaxshi. Voy, to'q qudil jindak paydo bo'lib qoldingizmi? Voy, endi siz bilan biz qudilishimiz deyotgan kun darvoza ichida kiraverdim-ku. Kina apatlar kina. Toza bir kepini qilay deb aytgansiz, ustiga tushdim-a men. Onda ish yo'q fatam. Bu ishimiz tixin uzun bo'ldi-miz Davud og'inam yo'qlayamdik. Bir yo'qlab keldigan yo'limiz botdi. Deb turishimizga sizga qarang qarang. Voy, shuni oldimi? Bizning mo'mayni ivog'icha onda gapdan og'zingizdan chiqarmay tursiz deyman. Shundaqmi? Voy, rahat. Fatam, turchini aytgacha qo'yachi. Ichina. Mush kunlar kelimdan choyim o'tmaydi juma. Nimishga bo'ladi? Shu qiz chiqarmoqning tasirida bo'lmandi. Vaa, patam qiziqga qolib kelsiz. Bu o'lmakchi uningdan ters. Mushu vat to'kidi demasmi? Bizga qizlar pul xashaygan loyiq bo'lmashqa. Shirab qilib pullarni xashlayotgansiz bunda. Qo'lingizni sindirama patamingni. Sinib ketsa o'zimni qo'lay.
Gap çok acaba. Gap tepki olmaydı. Qarab atam, buni bizni yigitlar var, qulluqni hisob olmaganda oltin qo'yapsiz bola. Assalomu alaykum. Voy. Alaykum assalom. Kela, Hamid ukam. Kam keling. Qanday araqingiz bor? Yaxshimisiz? O'tiring. Hey, ukam, aytgan chay qo'yaymi? Hozir qo'ysin. Men g'asht qolib ekanman. Ha, bo'lsin chay ichsanglar. Ha, to'yma tayyor qandayroq qilyapti? Yaxshi ketibdi ukam. Dal vaqtida kadamizchimi jinim ukam. Bilmaymi shu mush ikkisiga mush to'yni qandaroq qilsak yaxshi qilib olamizkin deb maslahatga kelgandim. Ukam, nima demish? Qanday qilgan bo'lsa, bizni aniq qilamiz. Sizning ham pulqingiz odamiznikiga o'xshash, mali ko'yda bo'layotgan gap sizlarni tek olmabdi-da. Mali ko'yda nima gap bo'libdi? Nima gap bo'lmabdi qo'shnim? Malikalarning hammasi Xudo yashnab qolgandan keyin bir qozon qo'lini itiblar, oddiy bir mekanikni bir uyga agirib qo'yib bo'lmadi deb aytibdi deyman. Menimcha bo'lsa, bu to'yni ikkimiz deyishgandek, biz nahmi-navolarni qilib, cho'ng bir qig'inbotdek. Endi mali nim desa, ularning og'zi qarmaydi, bo'lmaydi. Masal chikkanib qo'yapti majum. Saodgami o'zi qanday qaraydi? Dadamni mush ishga achada dilg'ildi, turdi Hamid ukam. Hamid ukam, sizda bekmi? Qanday qilsa bular? Menimcha bo'lsa, mush to'yni o'rib otibimiz qanday bo'lsa, shunday qilamiz. Garchi yosh qiz o'g'illarnikida qilamiz-mi? Mush to'yni qizishga kapolat qilishimiz kerak. Shundaymi? Shu. Unda bo'lgandan keyin to'yga rasm tushib, qizli qog'ozni ilib, nikohni o'qib turib, andiki mal qiziq chaqchaqchilarni hammani Ağzı kımaylı mı değil mi bu toylar? Vay. Oğullardaki bana kadınızda bakıp. Jigit. Ağzınızı ne var? Siz de yandak olsun bu. Siz kadar karayısınız. Vay biz kız taraf boğan ekinmiş, oğul taraf nemdiz, ağzı qarab, koş dep de maqtanbaş hiç qanday olmadınız yok. Keşke bu. Çay çalar. Assalomu alaykum, Sodiq og'aynim. Va alaykum assalom, Farad. Yaxshi bo'lsa, ahvol yaxshimi? Yaxshi, adash. O'zing yaxshimi, adash? Yaxshi. To'ylarni qanday qilib ketdingmi? Va, to'y degan adash shu pullarni o'xshaydi ekan-ku. O yerda necha vaqtdan topding, yig'ding. Ammo shu vaqtda chochsavun hamdi. Eski bornosig bozorib choshqonga yuzatmayin uni. Ya bo'lmasa to'y qilib eshib qolgan pulni sen qo'toyasib beraman. Berishga qilama. Ha. İş pişti olsa aytding adash, Saudkamning ishi mening ishim. Rahmat adash. Cho'ng ish muqammidi, malni akib oldik. Endi bo's bog' boshlig'ini ketdi. To'y o'g'an kuni to'pib turib, o deyishib bersanglar biz rozi qolg'ayman. O'zi bizning ish qolg'ayman. Voy, qandaroq yaratdim. Voy. Qandaroq Yaxshi. İşler qanday olib ketdi? Chesta bitirib. Pechcha bitirib-ku. Esa. Seni bog'ibku. Dadamga beribdim. Ha, bo'pti. Dadam adash ashqati degan mushuk qarab. Bunga boshqa ashqatini cho'ng'ildi deganga. Ne pulka? Aka, pulni desa anglamas silib ekansiz shuni, bag'aqning pulini deydi. Qancha bog' bosdi ukam? 200 degan aka, 200 ni qo'shib bosqizatdim-ku. Demak senda 200 bog' to'ligidek pul yo'q degani qadrli inim. Buni sovutib qara. Yolg'iz meni dadam sotgan ketay soqqam. Bunda qilaman deb. Men berma bog'im pulni. Hey, buni nima voy buni? Vaqtida. Nima bu? Nim bo'ldi dada bog'aqi bu? Hey, men bu to'yni bu dunyoda qilamdimi yo u dunyodami? Ha? Nim bo'ldi Saudka? Voy, sen aralashmoqna voy. Men qallis yo'qmi, balarimdan so'radim buni. Yo'q, ketdi qilmag'ana dadam mush dunyoda qilsa? Voy, bunda o'zim nima voy buni ko'rib. Nim bu? Nim bo'pti? Dadam, bak xil chiqindan bilan to'y qildigan tursa sen o'lib ketgan rahmat opam ismingizni qo'yibsan-ku. Baqvoy.
Buna bunu hata yüz kıptı. Özen cöndüğütüme de. Hey, kara. Onun şu Keljiban bilen Davutlar göz nimeleydi o deyme. Nimdette toyun iş bitip ölüm cidden çıkıdı şu. Külüyemine. Bu arada da buldu. Da bu bak kolumuzu takatmadık. Bu işlem özem cündeyme. Ma toy tıkıç şu. Moda işki saran. Benim gözümki görenmen neyrak durup tosuna bu birazda. Özem cündeyme mi? Vay sen mi çağlık vay. Toyunun bağı edilse, Nezir'in bağını götürüp kilerse kaçan. Oy, sen bile bağına mı onun oğlan? Buldu. Ama tarafçı kalamış melgine mi ne? Oy yaman sen akıllıysan. Oy. Toy günü başka birisinin ekemi sana anlattı o. Zavutlar. Cibandamdın. Azraqın çıraylı hopasa akıllı balırım dep gitsen de bana ne? Pişenem söyüp gitsen. Burada bağın işine bak özlem cöndeyme. Buldu. Kapı mı buldu? Kapı mı? Vah, kata bana. Ekin var mı? Oy, boğa. Oy, dıda ben daha yaptı. Ha, mana. Oy! Assalamualaikum. Ağay çaksıma Yaxshi. Ha qo'yib yutmoqsiz bu. Ha, bobay pul deb ag'lab. Shuni Abdulla ko'rib qo'yar. Oo, ağay, özünüz kiliyemezsin. Vay, kaşar soğuk soğuk ipkesiz adam hıcılık qilib. Hammamiz bir qo'rqib chiqqandek emasman. Kichikda ish qarang. Yo'g'ib qo'yib gap. Ay, gapirib bog'liq qo'yma. Rahmat. Olib cho'psab qo'yib bo'lamda. Appa yaxshimi? Yaxshi. Obda turyapman. Assalom ayt. Salom, iman keldi. Assalomu alaykum. Oy, alaykum assalom, kevoy. Qandarak bobay? Yaxshi turibamsiz? Ahvoling yaxshimi? Yaxshi. Kela. Ha, qandaqroq ahvoling? Voy, yaxshi, baland. Buni tog'dek ishtiron qandaq qilyapti? Voy, bakravon bo'lyapti qara. Bir neymandagi bak bas bo'lib ketdi shuma. Voy, yaxshi. Baysankam sening to'y qilganingni anglab, qo'ydim birini Alloh aytan akab tabriklab kelibdi. Oy, rahmat oy sana oy. Azloqlar ko'nglim shuma. Ey, bunda qo'ya keladigan ishing bo'lsa, men kunda to'y qilaman juma oy. Hozirchi bir qo'y akab qo'yadi. Keyinchi bizning qo'ylardan birani ilan chaqdek qilmaydigansan. Aşı sen qo'shgan kallarning birisi taqta qulab ketdi demeganime rozi bo'lsang bo'ldi shuma. Ay baysan. Oy, sen unda qildiganlardan emasmi? Bizning bu mahalimiz desam degan shu, bir insofliqni yaxshi bir bola. Agar unda qiladigan ishing bo'lsa, vaqt bizning bu mahallada bilan molmi qolmagan bo'ladi deb o'ylayman. Appayın ahvol yaxshimi? Yaxshi. Obda turyapman-da. Obdan turyapti. Hamma salom aytdi qara. Ha, Salomat bo'lsin. Aş yengimizni qara. Bunda boshlag'ach taqqa bir chiqmamizlar. Ha, uni qilamiz. Bu to'y poylarni tugitib bir xotirjam bo'lgandan olash chiqib bir o'ynab kelgimiz bor. Ha, shundaymi? Bo'lib mening vaqo sening sayohat o'rningni bir ko'misham bo'lmaydi. Aş paklama pishib qoldi. Paklanyapman da. Havoga berib pakla. Ras. To'ydekin bog'u dadamni yangi kelinlarni ip chiqmayman. Mana qara. Tek uganda qara. Ha, apı demamsa? To'ylarning tayyorliqlari kutib qilayotgandi. Ey bolam, qiyirganda ne tayyorliq o? Chiroyli to'rt odamni chaqirib, guvohlikdan o'tib nikoh qilib qo'ysa bo'ldi-ku. Unda desangiz, men qo'shilmayman apa. Bu to'yni xalq olamning oldida shundoq dog'dug'i bilan qilamiz. Menchu sizga loyilab alohida bir atlas ko'ylak tikyapman. To'y kuni kiysiz apa. Nemishga ovoragansiz qizim, odamni qiyirganda xijolat qilib. Nemishga xijil bo'ladingiz? To'y kunichu men sizni xuddi to'y qizlardek yosib etaman. Sautkam sizni ko'rib tonanmay. Voy, mau Parizot nadin keldi oy. Deb qalur otaza. Yo'q, qiziqchi bu bolamsiz.
Mübarek olsun. Mübarek olsun. Mübarek olsun ustaz. Oy sağ ol rahmet sağ ol. Bu işte sinema sebebin köp. Sağ ol rahmet. Kayıt rahmet olsun. Biz adamların çırağına bir qaraplam. Onun vücudiki örtöpünü hiç qancha qiynalmaylam bir aldı andab qaldık ustaz. Bu işte sanatda ilgilense. Endi maqsad kelsak ustaz. Halkibandam yo'ldishidan yosh tul qolgandan beri axloqni o'ziga mezon qilib 5 balni qator ketib ravus yashab kelgan mandaq xatun. Mana sizning ayolingiz Baharguldan tugab ketgandan beri halkibandamdan boshqa ko'z qirg'ingizni sanmay axloq bog'ida yashab kelgan yosh qo'rg'aysiz. Oy bek maqtab ketdi oy meni bek maqtab etdi. Shuning uchun buzurglar ustoz buni to'yning dag'dug'ini palakka kudirish kerak. Oy sen endi shu yoshlarnikidek dag'dug'i demoqchimi? Oy unda qilsak buni mayli qo'yda söz so'chakning pilki bo'lib qolmam degan oy. Voy nima u piltib miltidigan? Albatta siz so'chakdan qo'rqqan bo'lsangiz xaljibandamni ilish uchun g'ayrat kamaringizni mahkam bog'lamagan bo'lardingiz ustozim. Shundaqmi? Oo shu endi qara. Men bu to'yni toza naqma navo bilan qilib bir qiz to'ytaydi-ya. Endi buni to'g'ri tushunganlar-ku, ha bu. Shundaq. Voy buni gap toparlar-chu. Voy buning nima bo'ldi? Qirg'inni to'ymaydigan gap qolamikin deb ehtiyot qilib bo'lmamdi voy. Undaq bo'lsa bo'ldi. Siz bunga boshqa to'man. Biz mushu to'yning nag'ma navosiga baxtiyor xo'shalligiga jo'r bo'lib sizga payandaz bo'lganmiz ustoz. Voy rahmat. Yarışki qo'sh yurak hay 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 qaddamla qutulup to'yla muborak. Kimchilik, mehmonlar. Men sal hayajonda qoldim. Ustozim savatgam atab bir necha ko'pli she'r tayyorlagan. Shuni o'qib ketib bordi. Kechiringlar, sizlar saqitib qo'ydim. Ustoz, bashiratdim. Anlamlar, to'y qilganga to'y demakdir, to'y degan. Shunga pekir to'y qilishni qo'y degan. To'y deganni davron qilib qilayli. Savatgamni shunga qala. To'y degan. Yana bak. Allah'ım. Ha, okuyun. Bişinler baş, ayırınlar taş. 60 yaşlık, 70 yaşlık kıyırlar. Ha, bir kutunda yaşap kettik. Uzun yıl. Mujur uyusam da içim pek sıyırlar. Dayı bırakın Mecnun. Şiirini şunda ayak sokudan. Avazınızı dakikayımızın. Rahmet, yaşap ettin. Niye? Rahmet. Ben şiirinizde kılayım. Bakın, kaçın okuyun. Köpçülük, mehmanlar. Bugün Pişkadem Martimiz Savatkan bilen Halçı Adam'ın toyu merkezi. Şu an belki barlık mehmanların namıdın ben o şıksını kızgın tebrikleyim ha. Amca, toy başlansın. Oradan anladık olsun ha. Hakikaten talaf etken zaman. Biraz pek talaf etken. Ben dedim,
Boşum hemmisi ışık bir kalık sanat yolda kursak olmam değil mi? Oldu turkusu oldu. Vaa canım fıkam açta kalmışsak pek yaxşı buladı canım. Bunundan talat kadar yapar. Bu işini oylasak olur ekle. Endi muşu dadamızdaki toyunu mübarekletmiş il halkınınki yaş şakşaklarını boğa rozakımı kaptı. Biraz kıyıl gibi anlandık ya. Maqıl. Qaldın ha? Savutkamın toyun ben bir iş kişi yumur ağaç kelgen. Oş beybalar bey dep. Mahmut, talant degan boshqacha bo'ladi deyapti. Bizga yuqurmanda turganda bir akimiz bor. Buningda bir qopiya talant bor-da. Liqtir qopiya olmish shu bu. Tiristan. Og'iz patmaydi qopiya. Og'izni yumib yurdi bu. Asl qopiya shu-da. Açtı qopiya. 15 minutla og'izni yumsa, ikki ko'z chinqildi buni. Qopiya ko'z ko'rib chiqdi. Ajoyib qopiya. Jirt desang, mirtilday qaraydi. Şaka sen çırak nasıl tege çıkıp sana bege dikkat çıksa ege hege de munda. Güvraviti de kapıyanı sana. Tabiat hadi isterim kapıya koydu da kışlıklar men bu çapalan kiyip. O da kışını ötkit ma müreng tekip şaldır kısa işe qarab qaldırır dedi. O manda kulğa avaz kirsin şunu qo'yib da. Bir gün motorluq men qapti chirig'i yo'q motor ketsa tishkila dedi. Getirip çırak yok dedi motoda. Guman bile lavabo setke. Dedi tabi bizgiz bebin. Dik bip. Motor deyip zincir kanat deyip tarak sastı karab şarak. Motor çalak. Valla. Motorum kapıya okup bu. Kapıya öyle bu kitap Şehil Çağı'nın Şehil alımızda koyup etken bir jigimleçi meter bir hangva diye qarab. Ay şu git motor bilen. Ketip gülü. Bir düşüp gitip ketmegende be ülü. Düşken bitilen beşi bir taşkı can ateş özgüz van. O işin ketişi kapı yok qarab. Vaa o şu vakit çim bildik evizde. Burundum kanı yıkıp tim kısa şununla tim. Kep zabır akımız kekildim o da qarab. Ve ben kim vardı dese. Eşediyetil qo'qma gele og'ribatgan jon bordi. Qapiya olgan kel tonibapti uni. Ha, turg'an. Men kim urg'an? Va deb tushiblar 120 ga telefon urib, jiddiy qutulishga, ama bu jiddiy ma do'stlarni epamoldi buni. Ep mangsa bu lavza 120 ning mashinasi degan qapiya o'qitadi jumas. Doktorxonada oldi berib, darvoza ichinglar, chetga ichinglar. Oy, doktorlar jin chiqdi, qolda bilim şey bo'ldi-mi? Ciddi bilim bile kirip de bir kolu kan dedi, bir kolu asmışı dedi. Ciddi bilim yatı dedi. Doktorlar tekşir almasa eşe diyen kopya okudu dedi. Doktorlar kip, ya bunu tutsunup da. Kim neydi konup da? Ya Akilallah dakas, dişim sal fakı. Ya bunun mınız kanı kes, ya koldu danı kes. Ya bu bunun ciddi nark suraylis, ya birden turaylis. Ay
aşkımını taşlısa çölge şunda benim öter günüm yığlap sarsan şunda benim öter günüm